Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum, hurmatli Diyorim to'r ishtirokchilari. Diyorim to'r bekida uyushtirilgan suhbat programmasiga qatnashganlarni qism qarshi olamiz. Diyorim to'r bekimiz qurilgan 5 yildan beri biz har soat zatlarni, olim, mutaxassis, adib, yozuvchi shoirlarimizni va davlat san'atkorlarimizni va har soat natija qozongan tövfiklar yoshlarimizni taklif qilib, Diyorim to'rida suhbat uyushtirib kelyapmiz. Biz shu munosabat bilan Diyorim to'rini 5 yildan beri izchil qo'llayotgan barliq to'rdoshlarimizga, shunaqa barliq to'r ahliga qizg'in rahmatimizni bildiramiz. Bugungi suhbat programmamizga biz alayda bir aziz mehmon taklif qildik. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanish bo'lgan yozuvchimiz va ko'zga ko'ringan adabiy obzorchi Yalqin Ro'z efendim bo'ldi. Yalqin aka, bugun Diyorim to'ri orqali kan to'rdoshlar bilan suhbat bo'lganingizdan biz nayt xushal, nayt minnatdormiz. Barliq to'r ahliga, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida sizning asarlaringizni yoqtirib o'qiydigan va sizning qizg'in qo'llovchilaringizga vakolatan sizga chin yurakimizdan rahmatimizni bildiramiz. Uzun yıllardan beri sizin eserleriniz mayli matbuotlarda bo'lsin va boshqa gazet jurnallarda bo'lsin qizg'in o'qilib kelyotdi va rasmlarni qo'zg'atdi. Yaqin yillardan beri Diyorim to'r bekida shunaqla barliq Uyg'ur to'r bekatlarida siz yozgan bir turkum asarlar, masalan, o'sha qariq o'chiqat yaqinda yozgan. Undan oldin e'lon qilgan bizga qanday qanday kerak? Ko'rashajak o'chiqat nomli bir yurish adabiy obzorlar kan edebiyat sohasida, jumladan yaqin zamonda shakllanayotgan to'r edebiyat sohasida, to'r muhitida qizg'in basmlarni qo'zg'adi. Bu munosabat bilan biz bugun sizni alohida bir suhbat taklif etdik. Qimmatli vaqtingizni chiqarganingizdan biz intayin xursand. Bugungi suhbatimizniki davomlash uchun biz bugungi suhbatimizga Diyorim shirkatidan Gulg'unchamni riyosachilik qilishga taklif etsak. Assalomu hurmatli to'r ahli, men Diyorim shirkatidan Gulg'uncham bo'lmayapman. Qani Yalqin aka suhbatimizga boshlab ketsak. Bo'ldi. To'r adabiyoti zamonimizga qalamkashlar uchun intayin keng ijodiyat bo'shlig'i yaratib berdi deyishga bo'ladi. Siz to'r adabiyotiga qanday qaraysiz? Abdunum rayonimizdagi ona til yozig'imizda chiqadigan gazet jurnallarningki sayıpsiz cheklik sonimi qadar az. Ammo adabiyot havaskorlarining soni kundan-kun ko'payyapti. Adabiyotga, ijodiyatga kiritilgan qo'shimcha kundan-kun zo'rayapti. Shunday ahvolda adabiyot qiziquvchilar, adabiyot qo'shiniga kirib kelguvchilarga faoliyat bo'shlig'i, ijodiyat bo'shlig'i ularningki o'zininki qiziqishi bo'yicha ilib olgan asarlarni avomga ko'rsatadigan imkoniyat bo'lishi kerak. Bunda imkoniyat nerda bor deganda oldin bilan to'r sohasida. To'r bekatlari bu adabiy ijodiyat qo'shiniga yangidan kirib kelayotgan havaskorlar yoki adabiyotga ishtiyoqi bor qalamkashlar uchun aytganda o'zininki o'y xayollarini yoki o'zining ijodiyatlarini keng kuchada o'tirib qoladigan bir xil bo'shliq bilan ta'minlaydi. Shunga muntazam adabiy jurnallar imkoniyat hozirlab berilmagan sharoitda to'r sohasi, to'r adabiyot orqali bu o'qirmanlar bilan yangi adabiyot havaskorlar o'tirishga uchrashishni reallikka aylantiradigan intayin bir muvaffaqiyatli ham uchrashishni amalga oshiradigan intayin ko'ngildagidek bir soha deb aytishga bo'ladi. To'r adabiyoti butun dunyoga nisbatan bir yangi narsa. Bizga nisbatan bu yangi narsa. To'r adabiyot sohasida hozir ko'pincha she'r, nasr bir qadar ko'proq bo'lyapti. Bu she'r ijodiyati bilan nasr ijodiyati bilan shug'ullanayotgan qalamkashlarningki she'rlarningki hajmining qisqa bo'lishi, nasrlarning hajmining qisqa bo'lishi balkim ularning mushkildagi asarlarni ko'proq to'rga yo'llashiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqin oyog'i adabiy obzorlar, povestlar to'r adabiyot orqali avomga yuz ko'rishyapti. Balkim uzoq bo'lmay romanlarni to'r orqali barliq kelishi yoki to'r orqali o'qirmanlarga uchrashi mumkin. Bu nimadan darak beradi deganda oldin bilan bir adabiyot sohasining jonlanishidan darak beradi. Ko'p xillashishidan darak beradi. Dunyoga yuzinishidan darak beradi. Bizning to'rlarimizda chiqqan narsalarni dunyoning har qanday joyidagi Uyg'ur til yozig'ida chiqqan adabiy asarlarni o'qish qiziqadigan bir o'qirman chiqib turgan ko'radigan imkoniyat berish. Shunga bu to'r adabiyotining barliq kelishi mayli ijodiyat havaskorlari uchun yoki muntazam ijodiyat bilan shug'ullanayotgan yozuvchi qalamkashlar uchun bo'lsin yoki Uyg'ur tilida barliq kelgan adabiy asarlarni tadqiq qiladigan, o'qib huzurlangan qiziquvchilar uchun bo'lsin, kishini qo'shal qiladigan bir zamonaviy, zamonga loyiq, davrga mos bo'lgan bir yangi yuzlanish,
Bundaq yüzünüşkə həmmimiz aktiv pozitsiya bildirishimiz, qo'llashimiz, buningdagi ba'zi past taraflarni to'g'ri yetaklashga kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir bizning to'g'ri adabiyotimizda qanday ahvol qadar ko'p deganda mazmuni tezroq bo'lgan. Ondan keyin adabiy asarlarni to'g'rilarga hozir bizning adabiyot havaskorlarimiz yoki to'r adabiyotiga ishtirok qiluvchi qalamkashlarimiz orasida qanday bir ijodiyat xohishi saqlanadi deganda oldindan o'zining asarlarini to'g'ri yo'llash orqali muayyan darajadagi bahoni kutadi. Buningda bir qadar bas munozir qo'zg'agan asarlar bor, ammo hech qanday bas munozir qo'zg'ayolmayotgan asarlar bor. Shu jarayonda yozuvchilarda yoki adib shoirlarda umuman adabiyot ko'chasiga andadan qadam qo'yayotgan yoki adabiyotga andadan ishtiyoq bog'lab ba'zi adabiy asarlarni borliqqa keltirib shuni xalqqa kitobxonlarga ko'p boqishgan degan orzuda bo'lgan qalamkashlar uchun aytganda matbuotlar darvozasini bekam ochmaydi. Nima uchun deganda hozirgi matbuotlarda qanday xohish bor deganda tanlab olish imkoniyati bekam. 80-yillardagiga o'xshamaydi hozirgi matbuotlarning ahvoli. 80-yillarda yoshlarni tarbiyalashni, ijodiyot qo'shunini kengaytirishni, yosh kuchlarni taraqqiy qildirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Hozir yaxshi asarlar bizni tanlasin, yaxshi asarni biz tanlaymiz degan mundaq bir xil qimmat qarash bilan jurnal boshqaradigan davrga. Shunga yaxshi asar qanday bo'ladi deganda cho'qim pishqon, to'nilgan yozuvchilarningki qalamkashlarning asarlarini yaxshi asar, nodir asar deb qaraydi. Tabi nomi chiqmagan yoki adabiyot ko'rsatgan endilarning kirayotgan yozuvchilar nisbatan ular e'tibor berib ketmaydi. Bu sohada adabiyotchilar qo'shinining ko'payishi adabiy jurnallar yoki matbuotlar uchun tanlab olish imkoniyatini kengaytirgachga adabiy havaskorlarning o'zini damonliq matbuotlar orqali namoyon qilishiga cheklanmak zo'r. Shunga bunday cheklanlikdan qanday olib o'tish kerak deganda to'g'ri adabiyot orqali olib o'tmoq. To'r adabiyoti har kim o'zi yoqtirgan asarlarni o'tirib qo'yib baxsi bo'layotgan bir keng imkoniyatga ega. Bunday imkoniyatning bo'lishi adabiyotchilar uchun qanday bir hayotiy kuchdir derak. O'zining o'y xiyollarini, ijodiy fikrlarini o'tirib qo'ya oladigan, tegishli bahoga erisha oladigan bir imkoniyatlarni ta'min etadi. Shunga to'r adabiyotining borliq kelishi yosh qalamkashlarningki adabiyot havaskorlarininki manevr qilib olish fursati. O'zini namoyon qilib olish, tushirib olish, kitobxonlar bilan, o'qirmonlar bilan tanishib olishdan fursati. Bu tahrir bo'lmagan yoki tahrir bo'lgan taqdirda matbuotlarning qattiq o'tgan, qattiq boshqarish ichidagi tahrirlik bo'lmagan mandaq bir imkoniyat ichida o'zini rivojlantiradigan, xalq o'zlantiradigan yoki o'zini sinab boqadigan bir fursatlar ta'minlaydi. Shunga to'r adabiyoti biz suyunib qabul qiladigan adabiyotimizga cho'qim taraqqiyot etgan bir zamonaviy soha, yangi soha, hayotiy kuchli soha deb aytamiz. Yalqinda bir qancha yillardan beri ana tilimizdagi nurg'unlagan to'r bekatlarida, jumladan diyorim to'r bekatida siz bilan Farhod Tursun to'g'ri intayin qizg'in dasmonatlar va talash tortishlar bo'lib keladi. Bir qism yoshlar sizlarning shaxsiy ziddiyat tufayli adabiyot sahnasida tutishib qoldi deb qaraydigan. Siz bu masalaga qanday tushuncha berasiz? Aldığı ben bir edebi obzorchi. Ben edebi obzorchilikdan shug'ullanganimga 85 yildan hisoblaganda 20 yildan başladım. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimdan buni yozib e'lon qilish boshladim. Bir edebi obzorchi uchun aytganda ma'lum avtorlarning asarlarini muayyanlashtirish, ma'lum avtorlarning asarlariga o'zining tanqidiy qarashlarini o'tirib qo'yish bu normal ahvol. Farhod Tursun bilan shikalaning o'tirisidagi ish bir qadar davron bo'lib ketgan ish. Uning ustiga xarakterimi boshqacha tus olgan. Men bu yerda shaxsiy ziddiyat tufayli Farhod Tursunga shunday maqola yozib, unga qattiq tanqid yurgizganmi degan savolga tushib kelganda, mening beradigan javobim bu Farhod Tursunningki O'limiz san'ati nomli kitobida o'tirib qo'yilgan masalani Farhoddan boshqa har qanday bir odam yozgan bo'lsa, hatta mening bir qo'sa qarindishim yozgan bo'lsa, men bu masalada o'zimning tegishli qarashini o'tirib qo'yib, muvaqqat tanqid qilgan bo'laman. Meningki O'limiz san'ati nomli o kitobga yozgan maqolamda faktlarni tayin qildim. Men o birlig'ini masala emas, shu masalaning o'tirib qo'yilishidagi barliq oq ko'rinishlarni Farhodningki boshqa povestlardagi
Şu meseleni keltirip chiqarishga asas olan nurg'un söz cümlelerini bir elip göz çarpılıp betle arqılı. Mana mushundaq ideya, mushundaq göz qarashli odamninki mushu gapni deyishi haqiqat uyg'on. Bu qandaqdir, men chaqirganman umrda davomidek undaq oson tushundiradigan masala emas. Undaq bo'lsa, sening boshqa postoringdagi mushundaq so'z jumlalar nimdan darak bo'ldi. Sen nemish hamma yerda o'xshash bir xil ideyaning nurini chaqirsan. Oxirisi kelib sen mushundaq odam, mushundaq demay mumkinmi deyish to'g'ri. Shunga qarab bu o'lili san'at haqida yozgan obzorumga qanday inkas qaytardi deganda normal inkas qaytardi. Normal inkas qaytarmaganligining o'ziligidan masalaning eg'irligini tushundim. Agar u ahvol mening yozganimdek bo'lmay, Faradning tushundigandek bo'lgan bo'lsa, bu vaqtcha men bu kishilarningki nafrat uchrab ketmaydi. Bir odamga nisbatan cho'ng bir gunohni yoki xatolikni o'tkazdi deb qaraganda biz uning yetarli pokit ko'rsatmasak, pokit ko'rsatmagan ekanmiz, hukmimiz o'zimizga kelib qoldi. Hukmimiz o'zimizga kelgandan keyin biz tuhmatchi, haqqa ziyonkashlikka uchraymiz. Biz shaxsiy ziddiyatni deb oxirgi hisobda o'zimizning putur o'zimiz palcha qilgan yoki bo'lmasa o'zimizning o'tirib qo'ygan pokitlik hukmlarimiz tuttirib turolmay o'zimiz yenib qolgan ahvol kelib chiqsa, u biz birat dushmanimizni deydi yoki ma'lum bir ko'nglimizga mijozimizga yoqmagan odamlarni tanqid qilish orqali mushunda maqsad yetaman desak, u maqsad eksi unum berib dal o'zimizni kishilarning nazarida obro'y navbatimizni tugaydi. Shunga bu masalada bugungi qandaqdir shaxsiy ziddiyatni deb Farad Tursunning Ulilish san'ati degan kitobga shu obzorni yozganligim emas. Bu yerda meningki chiqish nuqtam Faradning o'tkazgan xatolar. Uning iddiasiga bir xil zaharxandalik. Uningki dunyo qarashidagi bugungi madaniy dunyo bo'lmagan madaniyatli dunyoda har kim o'ziningki yaxshi ko'radigan narsalarni qadrlashga bir adam yana bir odamning diniy e'tiqodini hurmatlash yoki bo'lmasa uningga taqlid qilmaslik, uni kamsindurmaslikni bir shunday bir aqlli axloqqa xilof keladi deb qarayman. Bu Faradningki diniy e'tiqodi nima, u qaysi dinga e'tiqod qildi, men uni karim yo'q. Mening boshqarish, uni ko'ngil bilish mas'uliyatim yo'q. Ammo u ikkinchi birovlarningki yaxshi ko'rayotgan, izlayotgan yoki e'tiqod qilayotgan e'tiqodiga chaqchaq qilsa yoki uni kamsindursa, haqoratlab qo'ysa, buning sabab tug'iladi. Uning bir mazlum emas, boshqalarni chidab turmasligi kerak. Ammo men adabiy obzorchi bo'lgan ekanman, shu romanni o'qib, shu masalani bayqagan ekanman, uni pokitlik oldi o'tirib qo'yib, boshqalarningki nazardan o'tkazib, o'zimning hukmini muayyan asos pokitlar orqali dalillar olgan o'zlantirib, muayyan tanqidiy ko'z qarashni shakllantirib, keyingi shu xildagi tentak yoki bo'lmasa iddisi zaharxanda bo'lgan ba'zi yozuvchi qadamkashlarga azroq sevgi xarakterli ta'sir o'tkazish. Bu yerda qandaqdir shaxsiy ziddiyatning o'rganishi gavdalik emas. Uni yo'q deb aytsak samimiysizlik bo'ladi. Bizning o'rtamizda mijozimiz kelishmaydigan ishlar bor. Ammo mijozimizning kelishmasligi bir Farad Tursun bilan meni o'rtamda kelishmas. İctimai munosabat chambarining ichidagi nurg'un kishilar bilan mening mijozim kelishmaydi. Men o'xshash yana nurg'un kishilarning o'zining munosabat chambaridagi nurg'un kishilar bilan mijoz kelishmaydigan ahvol bor. Bunday ziddiyatlarning hammasi berib turgan oxir ahvol tarixida. Shunga mening u yerda o'lili san'atga bergan bahoyim yoki bo'lmasa shu asar ustidagi obzorim qaysi xil qushning turkisida yozilgan deganda hargizmi shaxsiy ziddiyatdan iborat bunday omilning turkisida yozilgan emas. Bu oldi bilan adabiyotga, jamiyatga, o'zimizningki aqida e'tiqodlarga, ma'naviy tuyg'uklarimizga mas'ul bo'lish, boshqalarda o'tayotgan xatoliklarga vaqtida raddiya berishdan iborat shunday bir mas'uliyat ustiga ishlangan. Shunga mening bu masalada Farad Tursun bilan ishimiz o'tirishga shunday talash-tortishlarni xilma-xil tushuntiradigan yoki xilma-xil tushunadigan odamlarga beradigan javobim shu. Men Farad Tursunning o'zini sen qanday qaraysan deganda, Farad Tursunning o'zi yaxshi tarbiya ko'rgan, adabiy ijodiyat jihatdan yaxshi tarbiya ko'rgan, adabiyotga intayin ishtiyoq kuchli bor. Ammo buni bunday aytganda bir xil iqtidorli qalamkash deb aytish bo'ladi. Ammo iqtidor degan hargizmi bir odamlarning ideyasining to'g'riligidan, fazilatining durustligidan, ba'zi ko'z qarashlarining sog'lom taraflardan darak olib ketmaydi. Iqtidor degan qurolga o'xshaydigan narsa.
Mesela Koral degende bir tapançını biz bir Koral desek, o tapança bir bulançının bulup çıkıp kalsa, o başkalarını bulaydıgan, təhlil saldıgan bir vasıtaydı. O bir amallık saklıcının kulup çıkıp kalsa, başkalarının amallıkını saklaydıgan, başkalarına hatırcanlık atar kıldıgan nesile. Şuna iktidar, bilim degan atalmış Koralga okşadıgan nesile. Gep bir yerde kandak ideyanın hükümranlığında yoki qandaq mudda maqsadni yetakashida harakat qilishni iborat. Shu bilimni, shu qobiliyatni kim uchun qanday xizmat qilish masalasi va har bir odam duch keladigan, har bir odam o'ylaydigan masala. So'ng nurg'unlari mana mushu yerda dedi. Bu Farad Tursun degan talantli, shuna iqtidorli yozuvchilar. Uni roman yozsa, yoshlar orasida roman yozgan odamlar ko'p bo'lmasa, shunday qalamkashlarga biz oldirab bunday qilsak qanday bo'ladi? To'g'ri, Uyg'ur adabiyotida romanchilik kechik boshlangan janr. Butun dunyo bo'yicha hamda romanchilik eng keyingi boshlangan millatlarning birisi bo'lishimiz mumkin. Shunda texniklarning sharishliq turmushdan qo'shilib, shahar hayotiga, o'ltiraq hayotga qadam olgan ba'zi millatlarning dunyoviy romanlari bor, dunyoviy yozuvchilar bor. Ammo bizda o'ltiraq turmushda shunda ming yillar ilgari qadam qo'ygan o'zi mukammal adabiyot tarixi va nurg'un yozuvchilar qadam kechirib o'tgan bir millatning romanchilig'idan boshlanganiga talab yeri masalada vaqti. Shuning o'ziligidan bizni o'kindirdi. Shunga romanchilik sohasida qadam tayyorlayotgan har bir yozuvchiga ko'z qarachimizga asragandek asrab ko'nib muomala qilish bizning burchimiz. Gap mushullar prinsip bo'lib qolsa, haqni asl-ustun o'qiydi. Bu yerda Yenilar yazgıçlarga bizning qo'ydiganimiz oldidan o'zining xalqining hissiyotini hurmat qilish, o'zining xalqining manfaatini oldin o'ylashadigan bo'lish, adabiyotni milliylashtirish iborat masalaga ko'ngil bo'lish, atalmish iqtidor bilan cheklanib qolmaslik yoki boshqa vagonga chiqib qolib, xato vagonga chiqib qolib, halokat ulug'lanmaslik masalasi. Xalqparvarlik, millatparvarlik, o'zining yurtiga kuyinish, xalqiga kuyinishdan iborat shunday ideyaning yetakchiligida o o'ltirgan vagon biz suyunadigan, alqishlaydigan, gul sunadigan vagon bo'ldi. Agar u har qanday bir yozuvchi o'zining xalqining, vatanining, yurtining manfaatini birinchi o'ringa qo'yadigan, shuning uchun kurash qiladigan, shuni ifodalaydigan, shular uchun xizmat qiladigan, shunday bir ideyaning yetakchiligida yozuvchi bo'lmaydi ekan, uni biz boshqa bir vagonga chiqib qolgan yozuvchi deymiz. Undaq yozuvchi bizning nazarimizda aloqaga yozuvchi yoki bo'lmasa qimmat yo'q yozuvchi. Shuna bu Farad Tursun'nunki qalam qo'yuti bor, iqtidori bor degishlariga men dedim, iblisning iqtidori bor. Iblisning ait cho'ng oldimda. Gap bu yerda bu bilim, bu iqtidor degan quroldan iborat. Bizning qo'llashligimiz uningdagi ideya. Agar uning ideyasi zaharxanda bo'lsa, xalq foydasiz bo'lsa, biz bunday ideyadan ko'rash qilamiz. Unda ideyaga vaqtida har xil yo'llar orqali, masalan, so'zlash, yozish orqali tekst teksini beramiz. O'sha orqali adabiyotimizning o'zimizniki, fikrimizniki yoki umum fikr o'rtoqligimizni va soplig'ini, manfaatdorligini, unumdorligini qo'g'dab qolamiz deb o'ylaymiz. Shunga Farad Tursundan shikayatning o'tirishga, bu ziyatga bir kichik kishilar qiziqib ketdi. Bu ko'p qiziqishlarninki, ko'p kimlar deganda oliy maktabdagi yangidan adabiyot havas qilayotgan yoshlar yoki jamiyatdagi yoshlar. Shu yosh qatlami 20 yoshdan oldi keyingilarda bu ahvolga qiziqish. Hamda bir jamiyatningki o'ttiruvchi madaniyat saviyasi yuqori ko'tarilmayotgan fitna fasodga, g'aybat shikoyatga yoki tuhmatlarga olinib ketadi. Bir jamiyat o'ttiruvchi madaniyat saviyasi muayyan holatga yetgan vaqtda fitna fasodlarga, pokitsiz gaplarga, mantiqsiz so'zlarga asan ishonmaydigan bo'ladi. Anandakin normal tanqid bilan Batnam, tuhmat choplash shaklidagi tanqidlarning farqini ajrata bo'ldi. Farad Tursun'nunki o'tgan yili eng oldingi diyorim to'rida jaholat bilan madaniyat o'rtasida to'qinish degan bir maqolasi chiqqan. Bu asar chiqqanda men qarasam shunda bir gap bor ekan. Yolqin dedi. Butun dunyo ma'rifat va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda jaholatni diniy suiqasdni tashabbus qildi dedi. Ham shu gapdan men bu gapni o'zining bir gapiga qo'yib boqamiz. Farad Tursun'nunki yana shu maqolalarda u Abdurim O'tkir, u tillamagan Abdurim O'tkir qanmidi, Zo'rdin Sabir qanmidi, Mantim O'shur qanmidi dedi. Bu
Bu Mehmet'in şu Abdülhamid Zor'dan sabırlarını tanqidlash ilim bilan demokratiyasi nuqtasidan aytganda bu to'g'rimi xatomi deganda to'g'ri. Mayli adabiy tanqid nuqtasida bo'lsin, mayli ilm bilan demokratiyasi nuqtasida aytganda bo'lsin, bu mutlaq tanqidlashga, ularning asarlar ustida fikr yozishga tamoman bu cheklangan soha emas. Bu odamlarni cheklangan odamlar emas. Bularni tanqidlash bo'lmaydi, bularni tanqidlasa la'natga bo'ldi degan gapni ya adabiyot tanqidi yo'q, yoki bo'lmasa munosabat matbuotlar. Bu ham kishilarning eng'irmi. Demak, bu shunday odamlarni ilahlashtirish yoki bo'lmasa shaxslarni ziyoda ulug'lash orqali ularni tanqidlasa xato bo'ldi desa, bunda ko'z qarash nimadan darak beradi deganda, oldindan shu kishining o'zida demokratiya yangi yo'qligidan darak beradi. Ilmdan demokratiyasini qabul qila oladigan ongni yo'qligidan darak beradi. Agar Paratusunda bir ilmdan demokratiyasi iddiasi bo'lsa, meningki yozuvchi Zo'rdan Sobir, Abdulhamid Mehmet Munjur qatorliq bir kishilarni tanqidlashimni u mening savalligim ustida ko'rsatmaydi. Men shularni tanqidlagan vaqtimda tanqidimning asosi yo'q bo'lsa, ular uvol qilgan bo'lsam yoki adabiyotning estetikning prinsiplaridan chiqish qilmay turib, farqi yo'q tanqidlagan bo'lsam, mening tanqidlarimdagi to'yinmagan taraflarni, xatoliklarni inkor qilsa ko'z tutasi tamoman bo'ldi. Ular emas, butkul odamlar ko'z tutasi bo'ldi. Shuna qarabmanki, bu tanqidlangan tillamagan deb tanqidmi demak. Bu tillamagan Abdulhamid Zo'rdan Sobir, Mehmet Munjurlar qolmadi degan gapni uzilgan oldidan aqalli ilm bilan demokratiyasi ham yo'q. Adabiy tanqidga o'lchamlarni bilib turib bilmas qiladigan shunday axloq holishini ifodalab qo'ydi. Shuna bizni jaholatning, diniy suiqasdning targ'ibotchisi degan odam demokratiyaga, butun dunyo demokratiyaga yoki ma'rifatga intilayotgan shunday sharoitda diniy suiqasdning yoki jaholatningki targ'ibotchisi deb bizga tuhmat qilingan oldidan o'zi oshqildagi shaxslarni ilohlashtirolmasi kerak. Amdaq shaxslar ustidagi tanqid yoki bo'lmasa munozaralarni bu aqlli ish, adabiyot sohasida, ilm fan sohasida bunday munozaralarning bo'lishi tamoman foydali deb qaraydigan bunday bir o'rin yetilishi kerak. Bu shunda nimani ko'rmoqni bo'ldi deganda, qarabda qanday bir xil ojizlik bor deganda, o'zining chiqish qiladigan, o'zining manfaati uchun to'g'rilanadigan gap bo'lsa, hammaning o'ziningki manfaati to'g'rilanadigan gap bo'lsa, shuni o'tirib qo'yishga odam turadigan bir xil ojizlikni ifodasi. Bu menimki hozirgi tushunishimda ma'naviy jihatda gumron bo'lishning ifodasi. Odamlarda ma'naviy jihatda gumron bo'lish, tushkunishish, xohish alomatlari ro'shan olib ko'rilgan vaqtda u eslab o'lishga tegishli bo'lgan eng odatiy bir paqaldan masalalar. Hamma narsani o'zi uchun xizmat qildirishgan, o'zini oqlaydigan, o'zining to'g'ri deyishga urinadigan yoki o'zining bittaga yoqmagan kishilarga hujum beradigan omilga vositaga aylantiriladi. Men mushning o'zlig'idan uni kallasida yetakchi prinsipni yo'q ekanligi. O'zi himoya qiladigan, o'zi qo'llaydigan muayyan axloq mezonlarning yo'q ekanligini biladi. Agar u bo'ladigan bo'lsa, muayyan axloq prinsiplari, muayyan mezonlar bo'lsa, mayli kishilar bilan do'stlashsin, mayli dushmanlashsin, davomli uning bayrog'i ro'shan bo'ladi. Demak, bayrog'ining ro'shan bo'lmay, bunday mujmal bo'lishi uning iddiasiningki ma'naviyatning gumron bo'lganligidan darak beradi. Bu uning hargiz do'stligidan yoki bilimsizligidan darak bermaydi. U biladi. Mush masalaning adabiyot, tarixi, estetika, psixologiya jihatdagi nurg'un masalalarda adabiyot uni men boshladim. Yaxshi tarbiya ko'rgan deb, u muntazam tarbiya ko'rgan, xumushlik bo'ladi. Ammo ma'naviyatida iddiasida ezish ham gumron bo'lish aniqladi. Bu bundan keyin uning asarlariga ro'shan ifodalanadi. Ben uning asarlari izchil, eng qizg'in kitobxon sifatida o'qib turman. O'qib, ashunadagi shu fikr qilish usulini, chiqish nuqtasini, muddasini davomli tahlil qilib turaman. Shular orqali men shu uning iddiasini izish, ma'naviyatida bir gumron bo'lish alomatlari bor deyman. Bu yana uning bo'lgan shaxsiy ziddiyatim tufayli emas, men bilan ko'p talash tortish shakllantirib qilayotgan shu avtorning men bilan qarshi qirg'oq bo'lgan ekan, uni o'ylanish doirasiga kirgizish, uning asarlariga yandan qarab, uning qobiliyati nerdan ketayotdi, dunyo qarshida qanday o'zgarish bo'layotganini bilib turish. Bu yerda mana bir gap bor. Men
Üç padişahlık haqida qissa deganda ko'rgan. Shuningda Jo'gilyanning og'zidan chiqdi. Bu shu Hanzo ideya xazinasida bir mashhur so'zlar. Bir odamni 3 kun ko'rmasang, yangi nazar bilan qaradi. Biz shu prinsip bo'yicha har qanday odamga o'xshamagan nuqtadan yoki bo'lmasa o'tgan yilgi odam bu yil yo'q. Bir yilning oldidagi, yarim yilning oldidagi odam hozir yo'q. Ularning ideyasida, dunyo qarashida, qimmat qarashida qanday o'zgarish bo'ldi, buni bilib turish kerak. Mening Farhatni yoki Farhatning asarlarini shunday qizg'inlik bilan ko'rib turishimlik sabab, uning ideyasida qanday ijobiy yoki salbiy yuzini shakllanyotdi degan nuqta. U undan boshqa g'araz emas. Bu bir adabiy obzorchilik bo'lishi tegishli burch ham mas'uliyat. Har qanday yozuvchining, nomusiqa yozuvchining adabiy asarlaridagi qimmat yuzlanishini, ideviy o'zgarishlarni, uning mahorat jihatida ko'rilgan ba'zi alomatlarni bilib turish, adabiyotga qiziqadigan, o'zining adabiyotni taqdiri ko'ngildigan har qanday bir odamda bo'lishi tegishli aqlli mas'uliyat tuyg'usi deb o'ylayman. Yolqinga adabiy obzor yozuvchi shoirlarning ittifoqini buzdi deb qaraydigan kishilarni bor. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Bu ko'z qarash normal. Buni ham normal deganimiz to'g'ri deganimiz emas. Bizda ilm-fan demokratiyasi yetarli bo'lmagan, qarish fikrliklar kishilarningki inkosini ko'p anglab odatlanmagan bir jamiyatda cho'ng'igan yoki shunday bir muhit turadigan millat uchun yoki kitobxonlar uchun aytganda ba'zi talash tortishlarni ko'rib turgan yozuvchilarning ittifoqlari buzilib ketdi, yozuvchilarning ittifoqlari buzilganda bo'ldi, bu obzor degan xalqning bu yerni qo'llaganlar deydigan bunday qarashlar bo'lishi bu kishilarningki ilm-fanni, adabiyotni o'zing qonuniy turib tushunishdan yetarli bo'lmaganligini darak beradi. Adabiy obzor Uyg'ur adabiyotidagi eng ojiz olgan. Bu sohada tuzrak til odam. Men shunning ichida. Men bu sohada deyarli xizmat qilaman deb aytaman. Mening bu sohadagi xizmatlarim o'zimning orzusida emas. Ammo men shunday bir ruhni deyalaman, men tanqid qilishim. Men o'zim biladigan barliq qalamkashlarda tanqidga ko'proq bardosh beradigan, ham qarshi fikrdagi kishilarningki yozishini hurmat qiladigan, himoya qiladigan bir orzuqchiligim bor deb o'ylayman. Eng aqallisi yaqindan Eli Xo'jaxon bilan o'sha qari bo'lish degan asarim ustida bir inkos yozdi. Bu maqolani yozib diyorim to'rida yoki boshqa to'r bekatlarni hammasi e'lon qilindi. Shuni e'lon qilishdan ilgari ham Eli Xo'jaxon aytildi. Shunday bir o'xshamagan bir fikrni yozdim, sizdan qanday qiladi? E'lon qilgan dedim. Keyin bu to'r bekatida e'lon qilindi. To'r bekatida e'lon qilinib bo'lgandan keyin bir oy o'tmay men Eli Xo'jaxon telefon berib, sening mushu maqolani men munosib jurnallarga o'zim tunishtirib, o'shani chiqarishga yordamlashaydi. Eli Xo'jaxon buni xushallik bilan qabul qildi. Bu shu nimdan darak berdi deganda bir aqalli axloqda darak berdi. Bizda cho'qim qarshi fikrdagi kishilarningki barliq kelishini yoki bo'lishini himoya qiladigan, to'g'ri tushunadigan ilmiy ruh bo'lish kerak. Men o'zimga qarshi fikrni bossam, men qanday bir xil demokratiyani yoki ilm-fan demokratiyasini targ'ib qilishga oldi bilan shuni targ'ib qiladigan, shuni orzu qilgan kishilar shu tanqidningki yoki shu munozirningki obyektiv o'zi bo'lgan vaqtda buni ishkilanmay qabul qilishni bilish kerak. O'xshamagan fikrdan bo'lishi odamning obro'yini bir xil tushiradi. Yoki bo'lmasa uni ikkinchi qanaqga masalan tushiradi. Bu faqat o'xshamagan fikrdan. Bu kishilarningki ko'z qarashini baytilgan, o'xshamagan nuqtadan tafakkur qilishiga ilhom beradigan, masalalarning mohiyatini yo'ritishiga yoki tushunishiga imkoniyat tug'dirib beradigan bir xil yaxshi yuzlanish yoki yaxshi qarash. Ammo biz boshda aytgandek, bunda bir xil demokratik havada yoki ilm-fan demokratiyasi kengtashar bo'lgan yoki shunga odatlangan bir havoda yetilib cho'ng'ilmag'achqa bizning bu jihatga tushunishimiz yoki buni qabul qilishimizda og'ir masalalar bor. Hozir Hanzo yozuvchilar, shoirlar orasida bir-birini rahimsizlik bilan qamchilaydigan, tanqidlaydigan, bir-birlarining asarlariga yuz xotir qilmay turib, adabiyotni, millatning manfaatini chiqish qilib turib baho beradigan ish normal bir ahvol bo'ldi. Bu ularning o'tirisidagi ziddiyatni kuchaytiryapti deganda ziddiyatni kuchaytirmadi, aksincha
bir bütün Hanzur edebiyatının ki yükselişige bir hayatı yükselirken. Ben Uygur edebiyatı söylediğinde siz Tarih jurnalındaki bir eserge makale yazıp başka bir jurnalga evvelsinaz olmadı. Bizning jurnalda e'lon qilmagan asarga yozilgan maqola ekan, bu asar nerede e'lon qilingan bo'lsa, shu yerga beringlar deb turadi. Shuning o'zi qarash fikrini yoki obzorni siliq rad qilish yoki bunga siliq qarash deyiladi. Biz nerede bo'lsa, normal fikr bo'lsa, uni bayon qilaversak bo'ladi. Ham bizda demokrat muhitda yoki ilm-fan demokratiyasi nuqtasida turib fikr qilishga yetarli ahamiyat bermagan yoki odatlanmagan bir xalqda nima ko'rildi deganda shunday bir xil imkoniyat hozirlangan vaqtda so'qinib kirib lig'inam qo'sqidagi va qo'saq ko'pigini chiqaradigan til ohanatlarni tevlib lig'inam to'rlarda yoki boshqa sohalarda shuning bilan xorijdan chiqqanday bo'lgan bir nachar qilmishim. Bu tilni bilishning qo'lidan yetishganmaydi. Bu bek ojizlikning ifodasi. Uni tilni oldik degan, til degan pokit emas. Uni hech qanday yerda pokit sifatida qabul qilganim bo'lmaydi, cho'ng ko'rinmaydi. Siz birsin tilgan ekansiz, oldindan o'zingiz sapoyingizning tugan ekanligini ifoda qilasiz. Tilni bilish orqali hech qanday masalani hal qila olmaydi. Hech qanday maqsadga yetila olmaydi. Shuna nurg'un xarakteri ojiz, ro'yati kuchak ba'zi to'rdoshlar shunaqa degan keldi. Sen mayli har qanday odamlar bo'lsin, tilni bilish orqali maqsadga yetamiz desanglar, bu ahmoqman edi. Tilni bilish orqali hech qancha unumli yo'lga yetilmaydi. Biz necha yillar ilgari yoshson, tuman ming yillar yoshson deganlarni yashab, tuman ming yillar yashamagan, tegishli yashagan. Yo'qolson, itbeshini yenjib tashlaydi deganlarni bu shiorlarimiz tufayli yo'qolib ketmagan. Masalan, Jungo 60-yillardan boshlab Amerikani shunday qattiq tilgan turibdi, 80-yilning boshiga yetdi. Shu vaqtda Amerikani cho'chitildimi degan cho'chitmagan. 80-90-yillarda Amerikani tildi. Jungo Amerikaga bo'lgan o'zining ko'z qarashlarini muvofiq shaklda deb qo'ydi. Endi qanday qildi deganda Amerikani endi cho'chitdi. Hozir Amerika Jungoning taraqqiyotidan turli universal kuchidan cho'chiydigan, unga ahamiyat beradigan, buning dunyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'rniga ahamiyat berib, hurmat bilan qaraydigan holatga keldi. 60-70-yillarda Amerika jahongirligi oq ko'ktab tillamagan tilimiz qolmadi, ammo Amerika buningdan qilich cho'chib qoldi, qo'shib qoldi. Demak, tillab ujuqtirib o'tgan bo'lsa, shu vaqt Amerika ujuq bo'lgan bo'ladi. Ammo u vaqt tilning qilich unum bo'lmaganining ustiga tillamagan yillarda Amerika Jungoni tanilishga Jungo'dan cho'chiyotganligini, Jungo'ning bosh ko'tarayotganligini e'tirof qilishni hozir o'zining diplomatiya ham siyosiy iqlim tartibiga kirgizadi. Jungo'ni dunyodagi bosh ko'tarayotgan davlat deb qaraladi. Ammo hozir Jungo'da Amerikaga qarshi shunday bema'ni tillaydigan kayfiyat bormi? Yo'q. Amerikani Saudiyadagi muhim ittifoqdosh Jungo'ning dunyodagi ishlarida ba'zilarni hamkorlashib qiladigan bir xil siyosiy kuch deb bunday amaliy sifatlardan ta'rifladi. Shuna cho'ng narsaga keladigan qoida yoki qonuniyat kichik narsaga o'xshashdir. Siz bir odamni tilni o'rnatligini maqsadga yetaman desangiz, o'xshashlikdan bu o'zingizning ojizligini ifodalaysiz. Umuman tillash ojizlarning qo'liga keladi. Kuchliklar tillab shuni. Shuna bu yerda biz bu to'rdoshlarga har qanday odamga nisbatan o'zining qo'saq ko'pigini chiqarib olish, tilni bilish, masxara qilib olish shakllarni o'rtaga chiqishini oldindan o'zining o'xshamagan ko'z qarashini ifodalaydigan, o'xshamagan nuqtadagi o'yinlashlarini uchrashtirib boqadigan shaklda ifodalashga o'zgartib boqishni umid qilamiz. O'xshamagan shakldagi ko'z qarash yoki o'y fikrlar bizning ko'z qarashimizni, tafakkurimizni baydi. Bizning shu masalalarning mohiyatini tushunishimizga turtki bo'ladi. Ammo tillash deganda hech qanday unumi yo'q. Bu til ahamiyatlarga yoki tilni qo'saq ko'pigini chiqarib olgan quruq tuhmat namlarga kulib qo'ysangizlar, bu yerimaydan keyin yo bir oydan keyin o'zining kuchini yo'qotib, havoda to'zib qo'ygan desam. Ammo pokitlik, munozara yoki kishilarni qoyil qiladigan bir ko'z qarash deganda buning ta'siri nurg'un kishilarga bo'ldi. Nurg'un kishilar shu ko'z qarashning, shu qimmat qarashning, shu pokitlik xulosa yoki yakunlarning ta'siriga uzoq mezgilgacha uchraydi. Shuna biz iloji va kishilarni muayyan pokit dalil isbotlar ustiga qurilgan xulosalar bilan ta'sirlantirish, o'ylantirishga
vaqt chiqarishimiz, zihnimizni shunga sarf qilishimiz. Hargizmi bir-birimizni tilli bilish orqali ham qo'saq ko'primizni chiqarib olgan bunda ojiz odamlarga xos yo'llarni tutmasligimiz kerak. Bu oldidan bizning ma'naviy safa jihatdan demokratiyaga mos kelmaydigan odam degan obrazni shakllantirishimiz sabab bo'ldi. Demokratiyaga mos keladigan odam qanday bo'ldi deganda, u ham harakatini, so'zini muayyan idrok, ham logika, ham qonun ustiga qurgan bo'ldi. Muayyan idrok, logika, qonun ustiga qurilmagan unda xulosa, unda bayon, unda ko'z qarashlarning hammasi u ömürgüte yakınsa erzemes narsa. Kişinin qaim qilmaydi, o'zimizning safhasini yetirmaganligini aytib. Shunga bir ilm-fan demokratiyasiga xos ma'naviy obrazimizni shakllantiramiz deyotganmiz. Ko'z qarashlarimizda qoyil qilish kuchi bo'lsin. Fikrlarimizda dalil isbotlar to'liq yetarli bo'lsin. Eng muhimi ilmiy pozitsiya bo'lishi kerak. Yani mushundaq jarayonda o'xshamagan fikrli kishilar ziddiyatli qolsa bu yükünü kıtırlaşımız. Ziddiyattan saqlanılma cemiyette. Ben Ali Hoca'nın özüm telefon verip esrarını ilan kılıyordum deptim ben. Yakin ilan kıldırdan kalmaya yardımlı şey bazılar konuşturay deptim ben. Ama mushundaq deydiq adamlar qanchalik. Bazılar so'qishib turishga, tillab turishga, ziddiyatni ovut etishi mumkin. Ammo biz ziddiyat olib ketdi deb adabiy o'zgarishlikqa yoki munozara muhitiga sal qarasak, munozaraning shakllanishiga ahamiyat bermasak, u vaqt shakllanadigan ziddiyat yoki keladigan ziyon texnik cho'ng. Demak, bir millatninki tafakkuri, bir jamiyat kishilarininki fikrini o'tkirligi qanday ahvolda shakllantirilganini o'xshamagan ko'z qarashlarninki uchrashishi, munozaralarning davomli bo'lib turishi ichida anandakin shakllangan. Shunga ittifoqni buzdi deydigan atalmish qarash bu kishini afsuslantirdi. Bu ittifoq deganni nurg'a odam qanaqa qaraydi deganda yozuvchilarninki yozuvchilar ustiga ketadigan gap. Yozuvchi shoirlar bir yerda papat tomoq yesa, billa ariq ichsa buni ittifoq deb qaraydi. Bu ittifoqlik emas bu. Bu atalmish o'zini aldash yoki bo'lmasa ariqkashlikni shunda quruq faransalikniki bir bahonasi. Agar yozuvchilardagi ittifoqlar qaysi nuqtada ifodalanadi bo'lsa, bir-birining asarini astoydil o'qib baho berish ifodalanadi. Ben nurg'a yozuvchilarni bilaman. O'zlari bir-birining asarini o'qimaydi. Romani chiqsa romanini o'qimaydi, boshqa asarlar chiqsa o'qib qo'ymaydi. Ammo kunda birga tomoq yeydi. Kunda birga ariqchida bo'ladi. Kim o'lsa shuni nazarsiga boradi, kim to'y qilsa shuni to'yi boradi. Siz uning ko'chada ketayotgan oshxonada kakarab, kulishib, tomoq yeb, kekirishib o'tirib, ariqchayotgan holda qarablardan ular ittifoq desangiz, bunday ittifoqlar atalmish ittifoqlar. Tushkunlashayotgan odamlarning ittifoqlari. Ma'naviyati bo'sh odamlarning o'zining ma'naviyatidagi bo'shlikni to'ldirishni qilayotgan bir ahmoqona harakatlarga urinishlar. Bugungi kunda vaqt shunday aldirash bo'lsa, qiladigan ish shunday ko'p bo'lsa, kunda birga tomoq yeb, kunda birga ariq ichib, so'kildab yurish, bu tushkunlashganlikmi, bekordalikmi deganda bu bir xil bekorlik. Bu bir xil tushkunlashganlik. Agar o'zining mas'uliyatini to'g'ri taniydigan yozuvchilar bo'lsa, o'zining sohasidagi eng yangi uchurlarga, eng yangi yuzlanishlarga hushyor turish kerak. O'zining atrofidagi do'stlarininki, yozuvchilarninki asarlari chiqsa, uni o'qib ashuna tegishli javob berish kerak. Shunday javob berish shakllangan vaqtda anandan hammadan obzor chiqib ketadi. Chunki har qanday bir asarni o'qib, muayyan bahoga kelmaydigan odam bo'lmaydi. Ana shu baholarni birinchi qatim o'tirib qo'ygan vaqtingizda balkim bek saviylik o'tirib qo'ymasligingiz mumkin. Bara-bara sizning so'zlaringizga bir xil ilmiy metod yetilgan bo'ldi, so'zlaringizda bir xil ilmiy tus qo'yilishdi, baholaringiz muayyan paket yoki dalil ustiga qurilgan bo'ldi. Shuna bir jumla so'z orqali ba'zi romanlarni baho bergan bo'lgandek, biz umumiy jamiyatda kishilarningki asarlarga shunday o'xshamagan nuqtadan baho beradigan bir kayfiyatni shakllantirsak, kishilarni analigan o'xshamagan qarashlarni qabul qila oladigan bo'ldi. Bu ittifoqlikni qo'riqdan-qo'riq ta'kidlab, obzorishlikni, o'xshamagan ko'z qarashlarni bosadigan ilm-fan demokratiyasiga xilof bo'lgan bunday bir kayfiyatni shakllantirib qo'yishdan oldini olgan bo'ldi deb. Şu an benim oxirgi xulosa karakterli fikrim, adabiy obzorning bo'lishi hargizmi yozuvchi shoirlar o'rtasidagi ittifoqsizlikqa sabab bo'lmaydi. Sabab bo'lsa-mu hech qisi yo'q. Ammo cho'ng jihatdan foydani kim oladi deganda, ilm-fan demokratiyasiga ahamiyat bergan, o'xshamagan ko'z qarashlarga yo'l qo'ygan xalq yoki millat
o'zininki adabiyotini, ilm-fanini taraqqiy qila oladi. Qarshi fikr boshqalar, o'xshamagan ko'z qarashdagilarga o'chmanlik saqlagan odam bo'lar ekan. Bu ham ilmiy safhasi bo'lmagan odam, ham ilmiy havosi yetarli bo'lmagan jamiyat. Shuna meni ta'kidlaydiganim adabiy huzurning shakllanishi undaq ziddiyatlarni keltirib chiqarsa-mu, mayli uningga chidash kerak yoki to'g'ri tushunish kerak. Ammo cho'ng jihatdan oladigan foydani qurbon qilmaslik kerak. Yalqınka hozir populistlik maqola yozganlar bir qadar ko'payib qoldi. Lekin gangirab turgan yoshlarga ilhom bo'lgandek biror ko'p so'zlar oz bo'lyapti. Sizningcha bularga yo'l ko'rsatib beradigan, ilhom baxsh etadigan fikrlarni qanday o'tirib qo'yilgan bo'ladi? Populistlik maqolalarninki ko'p yozilishi umuman bir millat, bir jamiyat krizisga duch kelganda, turli masalalarda krizis his qilganda ko'proq yoziladi. Jungoda 4-may hareketinden keyin Loşun, Xo'shi qatorliqlar turli maqolalarni, Biliyatun, Zavollarni yozgan. Shu vaqtda Jungoda og'ir krizisga duch kelgan. Ham ko'plagan nadir asarlar shu vaqtda barliq kelgan. Mutafakkur yozuvchilar barliq kelgan. Bizda hozir 90-yillardan boshlab andan keyin populistlik maqolalarda bir xil ko'payish yoki bu jihatda qalam tartilganlarning soni ko'payadigan bir ahvol shakllanadi. Biz qanday krizisga duch keldik deganda biz bir axloq krizisiga duch keldik. Turli qimmat qarash krizisiga duch keldik. Ideya jihati tanqaydigan bir krizisga duch keldik. Andan keyin avlodlarni tarbiyalash masalasiga duch keldik. Biz avlodlarni tarbiyalash, avomni yetaklash yoki bo'lmasa yana bir qimmat qarashini shakllantirish kishilarning ideyasiga zamonga xos bo'lgan ba'zi ilg'or tarkiblarni qo'shish jihatida biz xalqlardan keyin qolganligimizni his qildik. Mana shuning o'zi biz duch kelgan krizis. Demek, mana shunday krizislarni qanday shaklda hal qilish kerak deganda, hal qiladigan barliq omillardan foydalanish kerak. Buning ichida unumi eng tez bo'ladigan, eng tez kishilarningki tafakkurga ta'sir ko'rsatadigan, ro'yatiga ta'sir ko'rsatadigan vosita nima deganda populistlik maqola. Populistlik maqolalar masalan bevositaroq o'tirib qo'ygan. Ochiqroq o'tirib qo'ygan. U adabiyotningki boshqa janrlarga o'xshash, masalan she'r, hikoya, nasrlarga o'xshash san'atlashtirish shaklida o'tirib qo'ymasdan bir qadar muloyiza ko'p bo'lgan yoki xulosa xarakterli, hukm xarakterli gaplar ko'p bo'lgan shaklda o'tirib qo'ydi. Shuna populistlik maqolalarninki unumi tez bo'ladi. Hozir kishilarninki vaqti tez. Turmushdagi, hayotdagi turli tirikchiliklar tufayli ishlar bek aldirish. Shuna ko'p qismli romanlarni yoki cho'ng asarlarni o'qish orqali ba'zi yakunlarni, ba'zi xulosalarni, ba'zi qimmat qarashlarni egallashga ularninki vaqt yordam beradi. Ammo populistlik maqolalar deganda o'zining ixcham ham chaqqan shakl orqali kishilarni bu jihatdagi ehtiyojini qondira oladi. Siz terminologiya o'rinlaganda, Jungo millatlar bo'landi yoki Shinjang madaniyati bo'landi, boshqa o'xshash ba'zi jurnallarni uxlashdan ilgari yarim soatlik, bir soat vaqt chiqariblarni yotqonga kirib turib o'qisangiz, har kuni birdan o'qib olsangiz, bir yilda 300 dan ortiq populistlik maqolani o'qib olasiz. 300 dan ortiq populistlik maqoladagi ko'z qarashlarining bir eng kam bo'lganda 3-4 sizga azib qolsa, hayotingizga bir qo'lchiroq ketadi. Shunga bu populistlik maqolalar bizning qimmat qarashimizni, dunyo qarashimizni, kishilik qarashimizni belgilaydigan intayin muhim bir janr. Buning ko'payishi bizni ukundimi ekstra xushal qildi. Ammo qanday qilganda yoshlarning dunyo qarashiga, qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ilhom baxsh rol o'ynaydigan ko'z qarashlarni barliq keltirgan bo'ldi, o'tirib qo'ygan bo'ldi degan masala kelganda, mening deydiganim bunda. Dunyoda deyilmagan gap yo'q. Barliq eng yangi ko'z qarash degan ko'z qarashlarni allburun boshqalar o'tirib qo'yib bo'ldi. İnsani tarixidagi mutafakkurlar, turli donishmandlar o'zining necha ming yillik tafakkur tarixida insoniyatning kishilarga yo'l ko'rsatgudek, angushtar o'qidek yoki bo'lmasa kishilarga ilhom berishda ko'z qarashlarni o'tirib qo'yib bo'lgan. Bizning Uyg'ur qalamkashlarning o'tirib qo'yayotgani qanday narsalar deganda, faqat shularninki o'zimizning talaffuzi, o'zimizning tili orqali o'tirib qo'yilish. O'tirib qo'yilish shakli bilan o'xshamaydi. Ammo gapning mag'izi, negizi, javhari tomondan o'xshash. Bu jihatda men hech kim deb bilmagan bunday bir ko'z qarashni o'tirib qo'yayotgan, insoniyat tafakkur tarixidagi yana bir o'ylanish bu deyishga jur'at qiladigan bir qalamkash yo'q deb qarayman.
Bu tefekkür tarihinde mukaddes tekis deyilgan bir atalgı var. Mukaddes tekis degeni hem dana göz qarashlar, ulug' ideyalar allburun bir mukaddes tekis oldida o'tirib qo'yilib bo'lgan. Undan keyingi so'zliklarning hammasi shu tekstning ko'paytirilgan, takrorlangan holida faqat takrorlash saviyasi yoki takrorlash uslubida o'xshamaydi deb qaraladi. Bu umumiy bir ko'z qarash. Shuna bizningki qalamkashlarimizni o'zimizning ona tili, ona tafakkuri, ona muhitida ba'zi o'zi duch kelgan krizis masalalarni hal qilishning ko'yida bo'lishi bu tomonan to'g'ri tushunishga bo'ladigan bir arziydigan endi. Shuna oblastlik maqolalarning ko'payishini qarshi kelish. Buningda o'qirmalarning ehtiyojini chiqish nuqtasi qilishni birinchi o'yinish nishoni qilish kerak. Men cho'qim hech kim deb bo'lmagan fikrni o'tirib qo'yaman deydigan bir asabiy orzuda bo'lmaslik kerak. Mayli boshqalar degan bo'lsin desin, men o'zimning shaklida bir deb, o'zimning xalqining qalbiga, o'zimning uslubi, metoda orqali bir yetkazman deydigan bunday bir ideya. Bunday bir qiziqlik bo'lsa, bu oson gap emas. U bir fikr bir necha odamningki ideyasidan chiqqan vaqtda o'xshamagan bezilish chiqadi. O'xshamagan shaklda, o'xshamagan metod chiqadi. Siz yozgan bir asarningki kishilarga ta'sir ko'rsatishi yana bir qalamkash yozgan asarningki kishilarga ta'sir ko'rsatishi bilan farq bo'ldi. Garchi fikringiz o'xshash bo'lsin. Nima uchun o'xshash fikr o'xshamagan unum paydo qildi deganda ashada sizning mahoratingiz, shu masalani o'tirib qo'yish san'atingiz birinchi rol o'ynaydigan omil bo'ldi. Shuna biz qanday asarlar yoshlarga bir ilhom baxsh rol o'ynaydigan yaxshi asarlar bo'ldi, qanday fikrlarni o'tirib qo'yish kerak deganda biz haqninkini keng ko'lamda qazishimiz, o'rganishimiz kerak. Shunda o'rgangan narsamiz ko'p bo'lgan vaqtda haqlarning o'tirib qo'ygan fikrlarni o'zimizning ehtiyojiga mos qilib turib, o'zimizning sharoitida o'tirib qo'yib, qarindoshlarimizning qalbini ta'sirlantirib, mana shularga yana bir qimmat qarashi yoki bir yana bir ideyaningki sho'lisini yetkazalsak bo'lgan boshdan o'z bir g'alaba. Shuna izlangan kishilar insoniyat o'rtaq bo'lgan barliq ideya g'azinalaridan baholi. Mana shu asal arasidagi asal sharisini yiqqandan birish. Har kim o'zi xohlagan yoki o'zi qiziqqan doiradan ma'lum shirinlarni yig'ib o'zining qarindoshlariga sunsa bilan bo'lgan. Buni endi publistik maqolalarni yozuvchilar o'zining bilim asosini kengaytirish qilishi, o'rganish doirasini kengaytirish kerak deb ta'riflashadi. Siz ko'p o'rganmay turib, ko'p o'ylanmay turib, boshqalarningki ideyasi bilan keng uchrashmay turib, ba'zi ideyalarni o'tirib qo'yib qo'ysangiz, u ideyangiz yerimiyatda bo'lib qoladi. Tozalikqa kishilarni qoyil qilish kuchi yetarli bo'lmaydigan ahvollar ko'p ko'radi. Shunga kishilarning qoyil qilish kuchi kuchliroq bo'lgan, kishilarni o'yga sola oladigan, ularning qimmat qarashiga ta'sir ko'rsatadigan, ularning harakat odatlarini o'zgartishiga bir turtki bo'ladigan ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'yish uchun ko'p asarlarni o'qishga, o'rganishga, ashlangan javharlarni o'zlashtirish orqali o'zimizning xalqiga xizmat qildirishga tirishishimiz kerak. Bir qism yozuvchilar mangulik temalarda emas, o'tkinchi temalarda maqola yozishga ketgan. Bir qismda hadisalar qizlar chechib kesdi, qis quyib keldi degandek aytlash xarakterli maqola yozishga ketdi. Sizning uchun shunday maqolaning roli bo'ladimi? Bu yerda mana bir nozik masala. O'tkinchi tema degan. Bizda hozir odamni asos qilish kerak degan bir gap turib qoldi jumla. Bu odamni asos qilish kerak degan gap hech gap emas. Hozir Jungo'ningki Munavvar Ziyolivlar Jungo qanday qilganda odamni asos qilgan jamiyat qurib chiqalaydi. Buning qanchalik vaqt ketadi degan masalani muzokara qilib, agar Jungo hukumati iqtisodni tutgandek ahamiyat berib tutadigan bo'lsa, 20-yillarda Jungo odamni asos qilgan jamiyat bo'lib qurib chiqadi. Shundan demak odamni asos qilgan jamiyat qurishning cho'ng qurilishi kerak. Bunun asallan bir qatimliq shuor bilan, bir qatimliq bir harakat bilan barliq kelmaydiganligini ko'rib oldim. Unda bo'lsa, mangulik temalarda odam asos qilinib, o'tkinchi temalarda odam asos qilinmadi deganda, har ikkisi odam asos qilinadi. Shunga hamma yozuvchi mangulik temalarda asar yozib kelishdi. Bizda o'tkinchi temalarda asar yozadigan yozuvchilar bo'lishi kerak.
Deylik prensip nima deganda odamlar uchun foyda bo'lsin. Demak, odamni asos qilish, odamlar uchun foydali bo'lsa, xalqqa manfaatli yetkazsa, mayli mangulik temalar bo'lsin, mayli o'tkinchi temalar bo'lsin, hammasi kerak. Bu yerda o'tkinchi temalar keraksiz, mangulik temalar kerakli. Şu an o'tkinchi temalarga o'tkinchi temalar asar yozish, bihud avval islatadigan qarash bo'lsa, buni to'g'ri deb aytmayman. Prensip odamga foydali bo'ldi ekan, odamlar asos qilingan bo'ldi ekan. Mangulik temalarda bo'lsin, o'tkinchi temalarda bo'lsin, asar yozishni arziydigan emgak. Foydali emgak, zarur emgak deb qaraymiz. Ben bir qism yozuvchilarniki hadisli qizlar chechini kesdi, qisqa ko'p kiydi degandek ayıplash xarakterdagi maqolalarni yozishga odatlanib ketdi degan qarashimiz. Buningda biz masalan ikki nuqtadan tushuntirishga to'g'ri keldi. Biri qisqa yo'q kiyish yoki bo'lmasa sochni qisqa qo'yishning o'zi qonunga xilof desangiz qonun xilof emas. Jamiyatni boshqaradigan, jamiyatning tartibiga kafolat qiladigan turli qonunlar. Buning ustida bizning ko'proq o'yinligimiz qonun. Bu qonun xilof emas, ammo o'zimizning milliy an'anasiga, urf odatiga, aqida e'tiqodlariga buni yuzdan deganda cho'q deganda ba'zi sal chekdan oshgan kiyinish odatlarini qabul qilib bo'lmaydi. Bir millat qabul qilgan bilan yana bir millat qabul qilmaydi. Yani bir rayon qabul qilgan bilan yana bir rayon qabul qilmaydi. Demak, qabul qilish bilan qilmaslik shularninki ba'zi go'zallik o'lchamlariga, turmush qarashlariga, urf odatlarga, aqida e'tiqodlarga munosabat qilmaydi. Bu yerda biz qaysi ijtimoiy to'pga tava bo'ldik ekanmiz, oldindan shu ijtimoiy to'pning manfaatini, axloq, aqida, go'zallik odatlarini hurmat qilish biz uchun aqalli burch bo'ladi. Siz mushunchalik bir o'zingiz tava bo'lgan ijtimoiy to'pga qurbon berish eningiz bo'lmasa, hamma ish mening orzuim bo'lishi kerak. Ham bu degan shaxsiy erkinlikga davosak, u to'g'ri, qonun nuqtasi to'g'ri. Qonunda aytmaydi dedi. Ammo biz hurmat qiladigan bir kuch bo'lish kerak. U nima deganda o'zimiz tava bo'lgan ijtimoiy to'p. Biz shu to'pning manfaati bilan ashlarning go'zallik, axloq, aqida, e'tiqod o'lchamlarini hurmatlaydigan bir odatni yetkazsak, biz hamma ishda mutlaq erkinlikni qo'llashadigan, xiyolimizga kelganini qiladigan bu hayot degan qonun doirasida bo'ldi. Qonun xilof qilmasam ham bo'lmadimi? Bundan bunday kelishim, bunday yasanishim sonimiz ham keldi. Desangiz, yoki shunday degichlar bo'lsa, ijtimoiy to'pni unutib shuna bir jamiyat degan bir qonundan tarif topmaydi. U bir ijtimoiy to'pning manfaati, axloq, go'zallik qarashlari bulardan tarif topadigan bo'lsa, bizda yana shu to'pning manfaatini hurmat qiladigan. Shuning uchun o'zimizga nisbatan ozroq chekim bo'lsa-mu, ba'zi bir orzu havaslarimizga muxolif kelsa-mu, ikkilanmay qurbon beradigan bir ruh bo'lmasa, biz shaxsiyatchilik xohishi bir kuchli odamlardan bo'lib qolamiz deb o'ylayman. Mening o'zimning qarashim. Shuna ba'zi yozuvchilardagi ahil narsani tanqidlash balkim ijtimoiy to'pning manfaatini, go'zallik qarashini, axloq, aqida, e'tiqodlarini hurmat qilish nuqtasidan chiqib kelayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu masalaning bir tarafi. Ikkinchi bir tarafi endi shu xildagi asarlarni yozuvchilarningki yozish metodidagi. Agar u sizni tuz ayblasa, siz buni qabul qilolmaysiz. Hech qanday odam uzun chiqqan ayblashni qabul qilolmaydi. Hatto qarshilashadi shuni. Siz uni ta'sirlantirarlik, qoyil qilarlik, muayyan tavhid orqali, dalil isbotlar orqali uning oqibatini bundan keyingi bunga ko'rilishi mumkinlik bo'lgan ba'zi ahvollarni ko'z oldiga keltirib turib, bu masalani o'tirib qo'ysangiz, bu o'ylanishi mumkin. To'xtamay o'yinni faqat. Bugun o'ylansa, kelajagida amal qilish mumkin. Yoki bo'lmasa sizga o'zining bir ko'z qarashlarini o'tirib qo'yib, meningcha bu jihatda bunday bir xil qarashlarim bor deb texnik jamiyatning ko'z qarashini beytalaydigan bunday bir inkaslarning kechagini foydali qilish mumkin. Şu an ben bayağı publistik maqolalarga bo'lgan ko'z qarashimdan dedim. O'zining ko'z qarashlarini undan yuza o'tirib qo'ydigan ahvol bizda xil. Shunga pek o'dil o'tirib qo'yish, qip yalang'och tanqidlash shaklida o'tirib qo'yish, dalil faktlarni yetarli to'plamaslar bunday maqolalarni unum bo'lmaydi. Kishilarni zeriktirib, teriktirib qo'ydi.
Yalqın söhbətimiz intayin yaxşı davamlaşıvatıdı. Şu da benim sizden şunda bir sual sorğum kelatıdı. Sizin biz qandaqlarca naqsh usulunuzda bo'lib qoldik. Zada qandaq analar bo'lib, bu shirqalar o'chiqat qatorliq maqolalaringizda nayt ko'p bas munozir bo'lyapti. Bo'lib bu shirqar o'chiqat degan maqolangiz ustidagi munozira hali ham davom qiladi. Lekin siz bu shaxta hech qanday inkos qaytarmadingiz. Bu shaxta bir so'z aytgan bo'lsangiz. Men bu maqolalarning hammasini matbuot e'lon qildim. Hech qaysini o'zim tor betiga yo'llagan emas. Tor betlariga qiziqishlar yo'llab qo'ydim. Bumi shu qiziqishlarningki mushaqqatga, munoziraga o'sha asardan qatnashtirish yoki o'zining mushu bir munozira qilib temigan deb qaragan nuqtasidan bo'lsa kerak. Hozirgacha bu asarlar ustida munoziraning ko'p bo'layotganligi rost. Ben nima uchun mushu munoziralarga darhol inkos qaytarmayman yoki birdan kirib tushuncha bermayman deganda oldindan men bu asarni o'ylab yozgan ekanman. Bu asarningki zilzilasini ko'rib chiqishim kerak. Boshqalarning uningga qo'llash, qarashtirish fikrlarini to'liq anglab chiqishim kerak. Qandaqdir ma'lum kishilarningki qarish fikrini anglabli o'liqib ketib, voy men chatoq bo'lgan bo'ldi, mening ko'z qarashim burunlanib ketdi, mening obro'yimga ta'sir etdi, oq ko'k desam, bu bir tentaklik, bu tentak odamlarning qiliqi deb o'ylayman. Jamiyatga o'xshamagan fikrli kishilarningki deydigan gaplarning hammasi deyilib bo'lgan vaqtda anandakin oxir hisobda fikrning salmida bir o'ringa markazlashgan. Masalan, o'sha qariga o'chiqat degan mush asar e'lon qilingan ekan, munozira 40% bo'ldi deganda 60% nima bo'ldi deganda tilaqarat bo'ldi. Men shuni uchun deyaptim. O'xshamagan fikrga emas, hatto tilaqaratga ham pisandimganim, tillasan tillar dedim. Çünkü ben bu makalını bir yıl oynaş arqılı yazdım. Bunu qandaq şekilde oturup qo'yish, buni qandaq yetkazishmiş mesela. Şu an bu mening bir akşamlık hayajonim, tentakligim yoki bu oldikeyin o'ylamasligimdan emas. Bir yillik mushuning qandaq usulda, qandaq metod, qandaq usul bo'yicha bir yetkazsam kishilarni mushu masalaga bir qatnashtira olmayman, o'ylanadigan temaga aylantira olmayman degan nuqtada o'zim shunday yozib chiqqan. Men ko'zga uning yetdim. O'xshamagan fikrdagilar fikr qatnashtirdi. Fikriningki oxirgi salmo nima bo'ldi deganda men qarasam, odam bilan hayvonni solishtirishning o'zi logikaga xilof, buning xilof degan gap bo'ldi. Boshqa cho'ng masala bo'lmadi. Umuman qarshi to'g'rislarningki, qarshi fikrdagilarningki ko'proq yepishib olgan yoki ko'proq inkos qaytargan nuqtasi ham o'zining to'g'ri fikr qilyapmiz deb ishga qo'ygan nuqtasi shu bo'ldi. Odam bilan hayvonni qanday solishtirgan oldu? Bu ikkisi o'xshamagan tür tursa solishtirishga muvofiq kelmaydigan obyektlar tursa dedi. Ham bular o'ylamadiki, Uyg'ur xalq maqol tamsillarning o'zidan maqturib baqsa, hayvon bilan odamni, hayvon bilan narsalarni solishtirgan nisbat ko'p. Masalan, hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi degan bir tamsil bor. Bu hunari yo'q erdan makiyan to'qi yaxshi degani dal odam bilan hayvonni solishtirish. Atalmagan erdan atalgan döng yaxshi degan solishtirish bu odam bilan narsani solishtirish. Tağamdan tağa yaxshi, ammamdan baran yaxshi degan solishtirishlar. Bumi odam bilan narsani solishtirish. Shuna bu yerda solishtirish bo'lmaydi deganlarning hech qanday asosi yo'q. Uning ustiga mening u yerda solishtirayotganim qandaqdir Bekxon bilan ishchining qaysi ustun turdi degan masala emas. Men ularni bir xil simvollik ma'noda o'tirib qo'yish orqali kishilar kutmagan nuqtadan yangicha bir shaklda yetkazish orqali kishilarni shu masalaga diqqatini jalb qildirib, o'zining milliy manfaatini, o'zining xalqining, vatanning manfaatini birinchi o'rin qo'yib turib, oldin o'ylashgan nishon qo'yib turib, fikr qiladigan bir odatiga turtki olmoqchi. Ammo nodon odamlar xil ko'pkan. Men o'zim shu maqolamda degan nodon o'qirmanlar qo'shini bizni xallabadi. Nodon o'qirmanlar emas, nodon Doktorlar, nadan yazgıçlarımız bizi xiladi. Biz medeniyet tanqılarını istab qilsak bo'ladi. Medeniyet tanqılar mezgilda davrning xatoliklari hammadan qoplab ketgan. Shundaq bir vaqtda shu davrning xatoliklarini tunib yetadigan shoirlar, qalamkashlar bizning tayinli bo'lgan. Demak, asli bir qalamkash yozuvchi, shoir degan o'zi yashayotgan davrninki mohiyatli xatoliklarni ko'ra oladigan, kelgusidagi yuzinishlarini oldin his qila oladigan bo'lishi kerak. Ammo kunda ko'z oldida bo'layotgan ocharchilik, fojia, haqni ko'rib turibmi,
Yani şu vaqtda qanday qildi deganda madaniyat inqilobida ularning og'zidan yasham tushmadi. Shu vaqtda yozilgan bir she'rda shunday bir misralar bor. O'qib nazmangni to'rt odam qizib ketdi parang shoir. Yashamdan boshqa hech gap yo'q, faqat shu karkaran shoir. Yashamdan boshqa gaplarga tili kelmas qashon shoir. Demak, shu vaqtda shoirlarni shunday masxara qilgan. Endi shu shoirlar keyin qanday qildi deganda 80-yillarga kelib davrninki nurg'un taraflarda o'zgarish bo'ldi. İlim-fanga ahamiyat berilgan, iqtisodga ahamiyat berilgan, islohot yo'l qo'yilgan shunday o'zgarishlar bo'lgan vaqtda bo'libmi Jungo hukumati madaniyat inqilobini zo'r tarixiy xatolar bu bir to'tiqishlik o'rinki Jungo keltirgan zo'r balay ofati deb xarakterlagan keyinmi yani nurg'unlar nima dedi biz shu vaqtda bilmabdi endi shu vaqtda davr degan shu bo'lgandan keyin shu bir yozaverdik deydi. Yozuvchi qalamkash degan o'zining xatoligini davrga atqizsin. Shu davrning xatoliklarini his qila oladigan, oldin ko'ra oladigan, odatlik avam bilinmagan masalani bila oladigan odamlar endi o'zini yozuvchi hisoblasa bo'ldi. Ondan qalamkash, men bir fikr qilishni hisoblasa bo'ldi. Ammo shu vaqtdagi undan keyingilar desa yuzini daptak qilib ana u vaqtdagi ishlarni shu vaqt shunday yozimiz qanday qiladi. U davr degan shunday davr to'sadi. Dal mana shuning o'zi palapatishligini biladi. Şuna yazgıçlar, kalemkeşler devrinin hatalıklarını, devrinin özgürlüklerini, yeni düşünüşlerini, icabi, selbi taraflarını adetlik avamda sert inhiraf görülmüş gerek. Bunda adamlar anladığın yetekleş güçü, zor kalemkeş, yazgıcı şair bular. Özünün hatalıklarını devrge atıp koyup, keyin yani yeni devir, yenilanğan vakitte yüzünü daptek kılıp, ben devrinin mahiyetini tanıyamaydıgan, ma'lum narsaning mohiyatiga hukm qilolmaydigan bunda vaqtda odam kelmadi o'zi ustidan yakin chiqolmay u vaqt shunday demay amal yo'q deb qo'yilgan shunday qutulishga uringan odamlar bizda xili bor. Shuna nodonlik odat avomda o'qirman emas bizning ziyolilarimizning xili ig'ir deb aytadi. Zodi qanday analar ulug' degan shu tema haqida bir qadar munozaralar bo'ldi. Bu munozaralar to'g'ri bo'lgan qaraganda so'rovlarda, restoranlarda bekrak qaynab ketdi. Nurg'unlar mana dedi. Ularning ko'pinchisi mening Shinjang televiziya stansiyasining 5-kanaldagi madaniyat bo'stonida o'tkazgan suhbatdagi ko'z qarashimda ko'rganlar. Shunga asosan inkos qaytaradi. Onlar degan zot ulug' bo'ldi. Hamma ulug' bo'ldi. Men dedim 30-yillarda G'o'jida maktab ochgan Ayxonona deb bir ana bor. Ayxonona ulug' deyish bo'lam desam bo'ladi. Undan xo'sh Shanshansayning onasining ulug'mi? Bu analı bo'lsa ulug' biladigan bo'lsa Shanshansayning onasining ulug', Ayxonaning ulug' bo'laversin deb unda desam bo'lmaydi. Demak, onani ulug'lar, qarg'oq ulug'lar desam mana shunday mantiqsizlik kelib chiqadi. Shuna analarning orasida ulug' analar bor. Ammo hamma onani ulug' ona deyish bu ulug'likningki shartini kuchaytirib keldi. Ulug'likning muayyan sharti bo'lsin. Shu shartni to'shgan analar anadagi ulug' bo'ladi. Abdurim o'tgandinki ulug' ona haqida so'zak degan dastanning mavzusi nima uchun ulug' ona haqida so'zak bo'ldi? Ona haqida so'zak bo'ldi. Chunki onlarning orasida ulug' analar bor. Ulug' harakatning, ulug' ideyaning, ulug' maqsadningki ijrochisi, ishtirokchisi yoki turtkuchisi bo'lgan analar ulug' analar. Bu bola tuqqan, bola tarbiyalagan, oilasida bir kishini majburiyatdan ado qilgan onalar. Uning o'disidan chiqmaganlar axlat analar. Shuna onalarni turli shart, turli sharoit ostida turli sifatlardan sifatlash kerak. Bu bola tug'ib qo'yishligining onalarimizni ulug' desam, bunda bo'lganda ulug' ona bilan odatli onalarning farqidan qoldi. Munofiq onalar bilan xalqparvar, millatparvar onalarning farqidan qoldi. Uning farqi faqat tug'ishdan bo'lib qoldi. Biz bu masalani keyin Jungo millatlari jurnalida maxsus maqola qilib 4 nuqtadan o'tirib qo'ygandan keyin uni hech kim boshqa fikrda bo'lmadi. Ammo bizningki ag'zadimiyatimiz betaraf qilgan shu so'rovlarda, restoranlarda og'zidan so'zlaydi odamlar. Meningcha deb qo'yib yetarli asosi yo'q. Meningcha deganda bir talay asos yoki dalillarni keltirmay turib buni meningcha hammani ulug' deydi. Unda dalillarni ko'rsatsa, yo'q meningcha shunday qilib turadi. Balki meningcha degan gapni unda nadallashlar tashlashdan o'zi shu odamningki fikr qilishningki ojizligini bildiradi. Shuna fikr qilgan vaqtda muayyan dalil isbotlarni o'tirib qo'yib, anadagin bir xulosa chiqarish kerak. Shunda xulosa chiqolmaydi. Mening shunday deyapsa bu nadallikning ifodasi. Men shuna bu shu jamiyatdagi kishilarningki
inkasini sukutga qabul qilishni, ko'rishni bakrak orzu qilaman. Ular qaysi jihatdan chiqib, mayli tanqidlash, mayli moyillashtirish, mayli tillasimi o'zlarining ixtiyori. Men u odamlarni to'samayman. Mark Twain shunday deydi ekanmish. Haqiqatan bir yerlarga borib, yuksak so'zlashni kerak. Men 10 og'iz gap qilgan vaqtimda 2 og'iz gapimdan xato chiqishini ruxsat qilsanglar anadigan so'zlaydi. Shunga so'zlagan odam cho'qim ma'lum ko'z qarashlarni xato yetkazmay qolmaydi. Ko'p yozgan odamning qalamida ma'lum xatoliklar ko'rinmay qolmaydi. Yig'ildagi ot tutishib ketmaydi. Dalada chirib ketayotgan ot, beygidagi ot, chavandozlarningki oldidagi otlar anadagi tutishib ketadi. Demak, tutishib ketadigan ot hargizmi yig'ildagi ot bo'lmaydi. Shunga yozayotgan, so'zlayotgan, ifodalayotgan shunday sepning oldida turgan kishilarningki ma'lum darajada tutishib ketishi yoki ba'zi ko'z qarashlarninki qabul qilinmasligi, ba'zi ko'z qarashlarning xato bo'lib ketishi aql edi shu. Shunga yig'ildagi otlarning andaq dalada chirib ketayotgan, beygilab ketayotgan otlarni keskin emas, hech qanday asosi yo'q bağlashninki shart ularning sharti to'shmaydi bağlashga deb o'ylayman. Shunga bu yerda bizni tilimiz son, tanqidimiz son demakchi emas. Xatolik o'tkazsa yoki biror qitim tutishib ketsa, yoki bir 2 qitim tutishib ketsa, bu chepayotgan tutishib ketsa nima bo'ldi deydigan manda bir idea ang bo'lish kerak. Shunga eg'ildagi ot bilan daladagi otning, beygidagi otning farqi bo'lsin, ularning qimmati bo'lsin-da. Shunga bu yerda bizga nisbatan qanday qarash kerak deganda, umuman fikr qilayotganlarda muayyan xatolik bo'ladi desizlar biz xush bo'laymiz. Men o'zim shunday ongni oldin shakllantirib olg'achqa, menga nisbatan o'xshamagan qarashli kishilarning bo'lishini, tanqidiy fikrliklarning bo'lishini qabul qilaveraman. Chunki men xatolik sodir qilmaydigan avliyo emas. Cho'qim menda xatolik ko'rildi. Bu xatoliklarni nurg'un odamlar degan vaqtda tuzib olmayman. Bu yerda tuzib tursan, kelar yil tuzib olmayman deb o'zimga tuzib chiqim foydali. Shunga men o'xshamagan fikrlarni sukut ichida qabul qilaman. Ba'zilarga shu vaqtning o'zida chiqdi deya belgidek darajada xato fikrlar bo'lsa-mu, yana sukut qilaman. To'liq desin, to'liq deyilib bo'lsin deb. Bayam men keltirgan misol ana shunday misol. Odam bilan hayvonni solish butunlay xato emasmi degan gapni xil odamlar deydi. Yani men hali o'zini qaltichaqlaydigan qalamkashlarning og'zidan oldim degan. Hali ma'rifchilarning og'zidan oldim. Bu rost logikaga xilof, amaliyotga xilof, mantiqqa xilof degan. Boshlig'imni shu yerda munozaralashmadim. Men keyinchi javob beray deb qo'ydim. Endi bugungi deydigan gapim nima deganda, bizda shu Uyg'ur xalq maqol tamsillarni oqtirib baqsa, bunday solishtirishdan aqlli ish kelgan. Bunda hech qanday xatolik emas ekanligini deb bo'laveradi. Shunga bu jihatda meningki sukut qilishim bir o'xshamagan fikrlardan to'liq bahra olish. Ikkinchisi o'zimni tantaklacha. Ozroqli menga tanqidiy fikr chiqsa, o'pul-to'pul inkos qaytarib, paq-paq yengiltak odamlardan bo'lib qolmaslik. O'xshamagan fikrlarni qabul qila oladigan bir xil ma'naviy safoni yetildirish, chiniqish, shuni odatlash nuqtasidan sukut qilib turmayman deb aytaman. Siz san'at millatning boyligi borliq emas degan temani ilgari surib yozgan maqolalaringizda va televizor suhbatlarida fikringiz intayin qoyil qilib o'tirib qo'ydingiz. Lekin bir qism san'atkorlar bu vaqtda ilm boshqacha ko'z qarash ekan. Sizning bu temangizda san'atga va san'atkorlarga hujum qilish ehtimolingiz bormi? Bu mendan shu 2 yildan buyon nihoyat ko'p so'ralgan savol. San'atkorlarga hujum qilish u bir tipik nodonlik ishi. Men bir yil oldida Jungo millatlarida yozgan maqolamda bizga qanday artistlar kerak degan mavzuda yozgan maqolamda insoniyatningki ro'yini betib turgan 3 cho'ng ma'naviy to'riq bor. Uning birinchisi din, ikkinchisi fan, uchinchisi san'atdir. Demak, shu uchinchi insoniyatning ma'naviy dunyosini terib turadigan 3 cho'ng ma'naviy to'riq ekanligini men shu vaqtda o'tirib qo'yib, bu masaladagi maydonini sharhlagan. Shunga san'atga qanday hujum qilish, san'atkorlarni haqoratlash, san'atga bo'lgan kamsitish so'zlarini ishlatish bu bir xil nodonlik deb qo'yaman. Mening bu vaqtda chiqqan tipik nuqta nazarim nima deganda, san'at millatning boyligi, ammo barliq emas deymiz. Keyin Şinjan san'ati jurnalida bir san'atkor
san'atkorlarning borlig'i deb bir maqola yozdi. Maqolaning umumiy nuqtai nazari mening ko'z qarashimni tanqidlash, noroziligini bildirish. Ammo men suyundim. Nima uchun suyundingiz deganda, ko'chadagi gaplarga qaraganda matbuotlarda deyilgani meni suyundim. U meni tamoman qo'llamagan, qarshi turgan ahvoldan suyundim. Men ashunda qilgan matbuot orqali munozaralashni yoqlaydigan tarafim. Endi yana bir to'g'rilab qo'ydim maqolani. San'atkorlar uchun, san'at kasbi bilan shug'ullanganlar uchun aytganda, san'at bizning borlig'imiz deyish kerak. Agar ular ashunday kasbiy qiziqlik, kasbiy ruh bo'lmasa, ularni san'atning nini yeyotgan, millatning san'at ishlari uchun jon ko'tarayotgan odam deb bilmayman. Ammo bir butun millat san'at bizning borlig'imiz desa bu xato. Men bu ko'z qarashni qo'shmayman. Ammo Uyg'ur san'atining sahnasida mahorat ko'rsatgan Uyg'ur san'atining Muşu sibide üzünün birikişlik rolunu cari kıldırıvatkan her qanday adam sanat bizning barlig'imiz desa, bu yerdagi biz san'atkorlarni ko'rsatdik, san'at kasbi bilan shug'ullanuvchilarni ko'rsatdik. Men ularningki bu xil g'ururini hurmat qilaman ham qoyilman. Har qanday bir odamda o'zi shug'ullanayotgan kasbni o'zining barlig'i deb qaraydigan bir bo'lish kerak. Ma'rifchilarmi, ma'rif degan mening barlig'im deydigan bir bo'lish kerak. Shuna men shu Şinjan san'atida chiqqan shu mavzudagi maqolani avtoriga ko'nglimda tasanno o'qidim, rahmat o'qidim. Shu ko'z qarashni qo'lladim. Chunki u bir san'atningki g'amini yeyotgan, san'atning nimani yeyotgan bir odamning sadasi. Ular o'zining manfaatini, o'zining o'rnini, o'zining qarshini shunday uzil kesib qattiq sharhlash kerak. Shunday bir mas'uliyatchan ruh, shunday bir xil ego bo'lish ro'y bo'lmasa, sizmi o'zingizning soyasiga lakolozon muomala qilsangiz, men o'zimning soyasiga bulakita muomala qilsam, bir mas'uliyatsiz odam bo'lib qolamiz. Shuna har kim o'zi shug'ullanayotgan kesib, o'zini bag'ishlagan sohani bu mening barlig'im deydigan shunday ruhni turg'izish kerak. Ammo bir butun millat nuqtasini aytganda, san'at millatimizning barlig'i desa, men buni qabul qilaman. Bunday ko'z qarash bilan oxirigacha munozaralashib, dalil isbotlarimni ko'rsataman. Shuna sizning mush orqali san'atkorlarga yoki san'at sohasidagilarga hujum qilish o'yingiz bormi degan bu savolga mening beradigan javobim mana. Men san'atni millatimizningki boyligi deb tunagan ekanman. Shu boylikni ijro qilayotgan, yaratayotgan, shunga ega bo'layotgan kishilarga hujum qilsam, bu mendagi bir ziddiyatga ahvol. Sen bir tarafdan uni boyligi deysan, yana bir tarafdan shu sohadagi kishilarga hujum qilsan desam, men vaqtimdan. Shunga men san'at sohasidagilarni hurmatlayman. Shu san'at bilan shug'ullanayotgan, sog'lom ideyadagi o'zini bag'ishlash ro'yidagi har bir san'atkor yoki san'at xodimi bizningki qarindishimiz, bizning qo'g'dash, kuyinish, ko'ngil bilish nishonimiz. Men eskartib qo'ydigan bunday bir ish var. Men xalqimizning orasidagi san'atga ziyoda sezgurib ketish, ziyoda ahmiyat berib ketish, ziyoda maftun bo'lib ketish xohishini tanqidlayman deb ba'zi chekdan oshganroq qabul qilish ta'sir qilgan so'z iboralarni ishlatib o'tgan bo'lsam, bu mening savallik. Chunki siz tanqidiy fikr yurgizayotgan vaqtda fikringizni hammani dansiyaladim deb aytolmaysiz. Shunga ba'zi so'zlarningki sal chekdan ishib ketishi, qabul qilish doirasidan sal ortib ketishi to'g'ri gap. Shunga bu sohada ketgan taraflar bo'lsa, men qarindoshlarimning to'g'ri tushunishini aql qilishni umid Yapınca siz bir közgünümgen ədbi obzorcu buluştuklarınız bilen ədbiyyat sahnesi qadam qoyulan yaşlarınızda nemin ta'kidlaysınız? Men endi bir adabiy obzorchi bo'lishim bilan nimani ta'kidlaysa degan masalaga aniq javob bermadiganda, bu masalani men bunda qo'ygan. Har bir davlatningki davlat ahvoli deydigan bir gap bor. Masalan, bizda Jungoning davlat ahvoli degan bir atalg'ini davomli axborotlarda uchratib turamiz, anglatamiz. Unda qolganda har bir millatning, har bir oilaning o'zining ahvoli bo'ladi. Albatta bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bizning millatimizning, xalqimizning o'ziga xos ba'zi ahvollari bor. Shu ahvollarni chiqishga vaqtda men adabiyot havaskorlariga yoki har qanday yozuvchi shoirga o'zimning ro'shan bir bayrog'imni bildirgim keldi. Bu bo'lsin Uyg'ur adabiyotini cho'qim milliylashtirish. Bu milliylashtirish degan uning ana tilda yozishini ko'rsatmaydi. Eng muhimi uning iddiasi, mavqesi, temasi millatning manfaatiga uyg'un bo'lish, shu xalqningki dardiga darmon bo'lish masalasini ko'rsatadi. Shunga men shu adabiyot sohasiga kirayotgan yoshlarga
ta'kidlaydigan mening adabiyot qimmat qarashim yoki obzorchilik prinsipim nuqtasidan chiqib turib deydigan cho'qim adabiyotimizning milliylashtirish qadamini tiziltishimiz. Buningga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Men o'zim bir umr adabiyotni milliylashtirish arzusida o'tib ketishga rozi. Ammo san'at uchun san'at undaq degan ideyalar meni qiziqtirmaydi. Men uningga tushuntirmayman. Nima ish qilganda mening o'zimningki hozirgi so'g'an o'rganish, izlanish tajribalarimdan yoki uni ko'rgan bilgilarimdan shakllangan bir dunyo qarashim bor. Men u dunyo qarashimni o'zgartiradigan, uni ta'virtiradigan bir dunyo qarashga duch keldim. Qachon shunday dunyo qarash kelib o'zgartib o'tsa, uni ko'raman. Bo'lmasa hozirgi dunyo qarashimni ta'kidlayman, shu ta'kidlashimni to'g'ri deb qarayman. U bo'lsa-mu adabiyotni milliylashtirishga borlig'ini atayman yoki boshqalarga shu nuqtadan chiqib talab qilaman. Har qanday bir yozuvchining adabiy asariga baho berganda, muayyanlashtirgan yoki inkor qilganda mening dastlab turgan mavqeim, lapildiradigan ro'shan bayrog'im adabiyotni cho'qim milliylashtirish degan narsa. Mush adabiyotni milliylashtirish iborat. Nozik halqini har qanday vaqt ta'kidlayman, ham fursatli bo'lsa o'zimningki qarindoshlarimga, qalamkash do'stlarimga yoki havaskorlarga buni samimiy turaman. Rahmat Yalqin aka, bugungi to'y suhbatimizga qatnashganligingizdan intayin minnatdormiz. Shu munosabat bilan diyorim to'r betidagi barliq to'r ahli nomidan sizga chuqur rahmatimizni bildiramiz. Sizlarga rahmat. Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum, hurmatli Diyorim to'r ishtirokchilari. Diyorim to'r bekida uyushtirilgan suhbat programmasiga qatnashganlarni qism qarshi olamiz. Diyorim to'r bekimiz qurilgan 5 yildan beri biz har soat zatlarni, olim, mutaxassis, adib, yozuvchi shoirlarimizni va davlat san'atkorlarimizni va har soat natija qozongan tevfiklar yoshlarimizni taklif qilib, Diyorim to'rida suhbat uyushtirib kelyapmiz. Biz shu munosabat bilan Diyorim to'rini 5 yildan beri izchil qo'llayotgan barliq to'rdoshlarimizga, shunaqa barliq to'r ahliga qizg'in rahmatimizni bildiramiz. Bugungi suhbat programmamizga biz alayli aziz mehmon taklif qildik. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanish bo'lgan yozuvchimiz va ko'zga ko'ringan adabiy obzorchi Yalqin Ro'za afandim bo'ldi. Yalqin aka, bugun Diyorim to'ri orqali kan to'rdoshlar bilan suhbat bo'lganingizdan biz nayt qo'shal, nayt minnatdormiz. Barliq to'r ahliga, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida sizning asarlaringizni yoqtirib o'qiydigan va sizning qizg'in qo'llovchilaringizga vakolatan sizga chin yurakimizdan rahmatimizni bildiramiz. Uzun yillardan beri sizning asarlaringiz mayli matbuotlarda bo'lsin va boshqa gazet jurnallarda bo'lsin, nayt qizg'in o'qilib kelyotdi va rasmlarni qo'zg'atdi. Yaqin yillardan beri Diyorim to'r bekatida, shunaqa barliq Uyg'ur to'r bekatlarida siz yozgan bir turkum asarlar, masalan, o'sha qari ochiq xat yaqinda yozgan. Undan oldin e'lon qilgan bizga qanday qonunlar kerak? Ko'rash rejasi ochiq xat nomli bir yurish adabiy obzorlar kam adabiyot sohasida, jumladan yaqin zamonda shakllanayotgan to'r adabiyot sohasida, to'r muhitida qizg'in basmlarni qo'zg'atdi. Bu munosabat bilan biz bugun sizni alohida bir suhbat taklif etdik. Qimmatli vaqtingizni chiqarganingizdan biz intayin xursand. Bugungi suhbatimizningki davomlash uchun biz bugungi suhbatimizga Diyorim shirkatidan Gulg'unchamni riyosatchilik qilishga taklif etsak. Assalomu hurmatli to'r ahli, men Diyorim shirkatidan Gulg'uncham bo'lyapman. Qani Yalqin aka, suhbatimizga boshlab ketsak. Bo'ldi. To'r adabiyoti zamonimizga qalamkashlar uchun intayin keng ijodiyat bo'shlig'i yaratib berdi deyishga bo'ladi. Siz to'r adabiyotiga qanday qaraysiz? Abdunum rayonimizdagi ona til yezig'imizda chiqadigan gazet jurnallarningki sahifasichalik sonimi qadar oz. Ammo adabiyot havaskorlarining soni kundan-kun ko'payyapti. Adabiyotga, ijodiyatga kirib qo'shilma kundan-kun zo'rayapti. Shunday ahvolda adabiyot qiziquvchilar, adabiyot qo'shiniga kirib kelguvchilarga faoliyat bo'shlig'i, ijodiyat bo'shlig'i ularningki o'zininki qiziqishi bo'yicha ilib olgan asarlarni avomga ko'rsatadigan imkoniyati bo'lishi kerak.
Bunda imkoniyat nerede bor deganda oldi bilan to'r sohasida. To'r bekatlari bu adabiy ijodiyot qo'shiniga yangidan kirib kelayotgan havaskorlar yoki adabiyotga ishtiyoqi bor qalamkashlar uchun aytganda o'zininki o'y xiyollarini yoki o'zining ijodiyotlarini keng kuchada o'tirib qoladigan bir xil bo'shliq bilan ta'minlaydi. Shunga muntazam adabiy jurnallar imkoniyat hozirlab berilmagan sharoitda to'r sohasi to'r adabiyoti orqali o'qirmanlar bilan yangi adabiyot havaskorlar o'tirishga uchrashishni reallikqa aylantiradigan intayin bir muvaffaqiyatli uchrashishni amalga oshiradigan intayin ko'ngildagidek bir soha deb aytishga bo'ladi. To'r adabiyoti butun dunyoga nisbatan bir yangi narsa. Bizga nisbatan bu yangi narsa. To'r adabiyot sohasida hozir ko'pincha she'r, nasr bir qadar ko'proq bo'lyapti. Bu she'r ijodiyati bilan nasr ijodiyati bilan shug'ullanayotgan qalamkashlarniki she'rlarningki hajmning qisqa bo'lishi, nasrlarning hajmining qisqa bo'lishi balkim ularning mushkildagi asarlarni ko'proq to'g'ri yo'llashiga sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yaqin oyog'i adabiy obzorlar, povestlar to'r adabiyot orqali avomlar yuz ko'rishyapti. Balkim uzoq bo'lmay romanlarni to'r orqali barliq kelishi yoki to'r orqali o'qirmanlar bilan uchrashishi mumkin. Bu nimadan darak beradi deganda oldi bilan bir adabiyot sohasining jonlanishidan darak beradi. Ko'p xillashishidan darak beradi. Dunyoga yuzinishidan darak beradi. Bizning to'rlarimizda chiqqan narsalarni dunyoning har qanday joyidagi Uyg'ur tili yozig'ida chiqqan adabiy asarlarni o'qish qiziqadigan bir o'qirman chiqib turgan ko'radigan imkoniyat berishdi. Shunga bu to'r adabiyotning barliq kelishi mayli ijodiyot havaskorlar uchun yoki muntazam ijodiyot bilan shug'ullanayotgan yozuvchi qalamkashlar uchun bo'lsin yoki Uyg'ur tilida barliq kelgan adabiy asarlarni tadqiq qiladigan o'qib huzurlanadigan qiziqishlar uchun bo'lsin kishini qo'shal qiladigan bir zamonaviy zamonga loyiq davrga mos bo'lgan bir yangi yuzlanish. Bunday yuzlanishga hammamiz aktiv pozitsiya bildirishimiz, qo'llashimiz buningdagi ba'zi pasif taraflarni to'g'ri yetaklashga kuch chiqarishimiz kerak deb o'ylayman. Hozir bizning to'r adabiyotimizda qanday ahvol bir qadar ko'p deganda mazmuni tezroq bo'lgan. Ondan keyin adabchilarningki nafrat uchrab ketmaydi. Bir odamga nisbatan cho'ng bir gunohni yoki xatolikni o'tkazdi deb qaraganda biz uni yetarli pok ko'rsatmasak, pok ko'rsatmagan ekanmiz, hukmimiz o'zimizga kelib qoldi. Hukmimiz o'zimizga kelgandan keyin biz tuhmatchi, haqqa ziyonkashlikka uchraymiz. Biz shaxsiy ziddiyatni deb oxirgi hisobda o'zimizning putur o'zimiz balchiq qilgan yoki bo'lmasa o'zimizning o'tirib qo'ygan pokitlik hukmlarimiz titrab turolmay o'zimizga yenib qolgan ahvol kelib chiqsa, u biz birat dushmanimizni deydi yoki ma'lum bir ko'nglimizga mijozimizga yoqmagan odamlarni tanqid qilish orqali mushunda maqsad yetaman desak, u maqsad eksi unum berib dal o'zimizni kishilarning nazarida obro'y navbatimizni tugaydi. Shunga bu masalada bugungi qandaqdir shaxsiy ziddiyatni deb Farhod Tursunning Ulilish san'ati degan kitobga shu obzorni yozganligim emas. Bu yerda meningki chiqish nuqtam Farhodning o'tkazgan xatolar. Uning iddiasiga bir xil zaharxandalik. Uningki dunyo qarshiligi bugungi madaniy dunyo bo'lmagan madaniyatli dunyoda har kim o'ziningki yaxshi ko'radigan narsalarni qadrlashga bir odam yana bir odamning diniy e'tiqodini hurmatlash yoki bo'lmasa uningga daxl qilmaslik, uni kamsindurmaslikni bir shunday bir aqlli axloqqa xilof keladi deb qarayman. Bu Farhodningki diniy e'tiqodi nima, u qaysi dinga e'tiqod qildi, men uni karim yo'q. Men uni boshqarish, uni ko'ngil bilish mas'uliyatim yo'q. Ammo u ikkinchi birovlarningki yaxshi ko'rayotgan, izlayotgan yoki e'tiqod qilayotgan e'tiqodiga chaqchaq qilsa yoki uni kamsindirsa, uni haqoratlab qo'ysa, buni chidab to'g'rilaydi. Uni bir mallam emas, boshqalarni chidab turmasligi kerak. Ammo men adabiy obzorchi bo'lgan ekanman, shu romanni o'qib, shu masalani bayqagan ekanman, uni pokitlik oldi o'tirib qo'yib, boshqalarningki nazardan o'tkazib, o'zimning hukmini muayyan asos pokitlar orqali dalil avomga yuzlantirib, muayyan tanqidiy ko'z qarashni shakllantirib, keyingi shu xildagi tentak yoki bo'lmasa iddiasi zaharxanda bo'lgan ba'zi yozuvchi qalamkashlarga azroq sayg'ish xarakterli ta'sir o'tkazish. Bu yerda qandaqdir shaxsiy ziddiyatning o'rganishi gavdalik emas.
uni yo'q deb aytsak samimiyatsiz bo'ladi. Bizning o'rtamizda mijozimiz kelishmaydigan ishlar bor. Ammo mijozimizning kelishmasligi bir qarab tursin bilan meni o'rtamda kelishamiz. İctimai munosabat chemberining ichidagi nurg'un kishilar bilan mening mijozim kelishmaydi. Menga o'xshash yana nurg'un kishilarning o'zining munosabat chemberigidagi nurg'un kishilar bilan mijozli asarlarni to'rlarga hozir bizning adabiyot havaskorlarimiz yoki to'r adabiyotiga ishtirok qiluvchi qalamkashlarimiz orasida qanday bir ijodiyat xohishi saqlanadi deganda oldindan o'zining asarlarini to'rga yo'llash orqali muayyan darajadagi bahoni kutadi. Buningda bir qadar bas munozir qo'zg'agan asarlar bor, ammo hech qanday bas munozir qo'zg'ayolmayotgan asarlar bor. Mushu jarayonda yozuvchilarda yoki adib shoirlarda umuman adabiyot ko'chasiga andadan qadam qo'yayotgan yoki adabiyotga andadan ishtiyoq bog'lab ba'zi adabiy asarlarni borliqqa keltirib shuni xalqqa kitobxonlarga ko'rib boqishgan degan orzuda bo'lgan qalamkashlar shuni aytganda matbuotlar darvozasini bekam ichirmaydi. Nima uchun deganda hozirgi matbuotlarda qanday xohish bor deganda tanlab olish imkoniyati bekam. 80-yillardagiga o'xshamaydi hozirgi matbuotlarning ahvoli. 80-yillarda yoshlarni tarbiyalashni, ijodiyot qo'shunini kengaytirishni, yosh kuchlarni taraqqiy qildirishni birinchi o'ringa qo'yadi. Hozir yaxshi asarlar bizni tanlasin, yaxshi asarni biz tanlaymiz degan bunday bir xil qimmat qarash bilan jurnal boshqaradigan davrga yetdi. Shunga yaxshi asar qanday bo'ladi deganda cho'qim pishqan, to'nilgan yozuvchilarningki qalamkashlarning asarlarini yaxshi asar, nodir asar deb qaraydi. Tabi nomi chiqmagan yoki adabiyot ko'rsatgan endilardan kirayotgan yozuvchilar nisbatan ular e'tibor berib ketmaydi. Bu sanada adabiyotchilar qo'shinining ko'payishi adabiy jurnallar yoki matbuotlar uchun tanlab olish imkoniyatini kengaytirgachga adabiy havaskorlarning o'zini damonliq matbuotlar orqali namoyon qilishiga cheklanib bor. Shunga bunday cheklanlikdan qanday olib o'tish kerak deganda to'g'ri adabiyot orqali olib o'tiladi. To'r adabiyoti har kim o'zi yoqtirgan asarlarni o'tirib qo'yib boqsa bo'laydigan bir keng imkoniyatga ega. Bunday imkoniyatning bo'lishi adabiyotchilar uchun qanday bir hayotiy kuchdir. O'zining o'y xiyollarini, ijodiy fikrlarini o'tirib qo'ya oladigan, tegishli bahoga erisha oladigan bir imkoniyatlarni ta'min etadi. Shunga to'r adabiyotining borliq kelishi yosh qalamkashlarningki adabiyot havaskorlariningki manevr qilib olish fursati. O'zini namoyon qilib olish, tushirib olish, kitobxonlar bilan, o'qirmanlar bilan tanishib olishdan fursati. Bu tahrir bo'lmagan yoki tahrir bo'lgan taqdirda matbuotlarningidek qattiq o'tkal, qattiq boshqarish ichidagi tahrirlik bo'lmagan mana bir imkoniyat ichida o'zini rivojlantiradigan, xalq o'zlantiradigan yoki o'zini sinab boqadigan bir fursatlar ta'minlaydi. Shunga to'r adabiyoti biz suyunib qabul qiladigan adabiyotimizni cho'qim taraqqi etgan bir zamonaviy soha, yangi soha, hayotiy kuchli soha deb aytamiz. Yalqinda bir qancha yillardan beri ana tilimizdagi nurg'un to'r bekatlarida, jumladan diyorim to'r bekatida siz bilan Farhod Tursun to'g'ri intayin qizg'in bas-munozara va talash-tortishlar bo'lib kelyapti. Bir qism yoshlar sizlarning shaxsiy ziddiyat tufayli adabiyot sahnasida tutishib qoldi deb qaraydigan. Siz bu masalaga qanday tushuncha berasiz? Oldindan men bir adabiy obzorchi. Ben adabiy obzorchilik bilan shug'ullanganimga 85-yildan hisoblaganda 20 yildan başladım. Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimdan buni yozib e'lon qilish boshlagan. Bir adabiy obzorchi uchun aytganda ma'lum avtorlarning asarlarini muayyanlashtirish, ma'lum avtorlarning asarlariga o'zining tanqidiy qarashlarini o'tirib qo'yish bu normal ahvol. Farhod Tursun bilan shikarining o'tirisidagi ish faqat davron bo'lib ketgan ish. Uning ustiga xaraktermi boshqacha tus olgan. Ham bu yerda shaxsiy ziddiyat tufayli Farhod Tursunga shunday maqola yozib, unga qattiq tanqid yurgizganmi degan savolga tushib kelganda, mening beradigan javobim bu Farhod Tursunningki O'limi san'ati nomli kitobida o'tirib qo'yilgan masalani Farhoddan boshqa har qanday bir odam yozgan bo'lsa, hatto mening bir qo'sa qarindishim yozgan bo'lsa-mu, men bu masalada o'zimning tegishli qarashini o'tirib qo'yib, muvaqqat tanqid qilgan bo'laman. Meningki O'limi san'ati nomli o kitobga yozgan maqolamda Pokistondan to'g'ri. Men o birlig'ini masala emas, mushu masalaning o'tirib qo'yilishidagi barliq oq ko'rinishlarni Farhodningki boshqa povestlardagi shu masalani keltirib chiqarishga
asas bo'lgan nurg'un so'z jumlalarni bir ilib ko'z sharqlab batla qilib mana mushundaq ideya mushundaq ko'z qarashli odamninki mushu gapni deyishi haqiqat uyg'on bu qandaqdir men chaqirganman umrda davomidek undaq asan tushundiradigan masala emas undaq bo'lsa sening boshqa posturingdagi mushundaq so'z jumlalar nimdan derak sen nemish hamma yerda o'xshash bir xil ideyaning nurini chaqnasan oxirisi kelib sen mushundaq odam mushundaq demay mumkinmi deyish to'g'ri shunga qarab bu o'luvdi senni ta'kidlagan o'zorimga qanday inkos qaytardi deganda normal inkos qaytardi normal inkos qaytarmaganligining o'zilligidan masalaning eg'irligini tushundim agar u ahvol mening yozganimdek bo'lmay Paratning tushundigandek bo'lgan bo'lsa bu vaqtcha men